Bu bog' emas, bu universitet, Green University. Bu частный deb o'ylaydi. Ha. Bu davlat universiteti. Bu davlat universiteti. Davlat universiteti bu Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti. Xo'p, mana shu yerda o'qisam, men ertaga kim bo'laman va qancha pul topaman? Bularda bizda birinchi foundation yeri bor. Foundation yerda biz o'zimizga moslashtirib olamiz. Bu haqiqiy o'sha joylardan olib kelinib, joylardan olib kelinib, bularni o'rganish nima beradi? va mahalliy talabalarga 100 ta grant ajratilgan. Talabalar eng katta xatosi bu 4-kurs tugatgandan keyin ish qidirish boshlaysiz. Bu eng katta xato. Mana bizda 4 ilmiy tadqiqot institut va 6 ta yaqin markazlarimiz bor. Biz hamma narsani o'rgatishga harakat qildik-da. Talaba buni ham bilsin, buni ham bilsin, buni ham bilsin. Shunda hamma narsadan oz biladigan qanaqa bitta kadr bor, lekin birortasini mukammal bilmaydi, ichiga kirmagan. Umumiy yurisprudensiya emas, ixtisoslashtirilgan yurisprudensiya o'qitiladimi? Ya'ni ko'pchilikka baribir bu qiziq. Pora oldi berdi, korrupsiya, baho olishda duch keldingizmi? Bu universitetni qanday topganim, o'z sizni Xushnud kanalingizdan o'qituvchim tashlagan. O'sha orqali topib kelganman bu yerga. Assalomu alaykum do'stlar. Oliy ta'lim muassasalari tahlili dasturining navbatdagi sonidamiz va biz hozir hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Doim universitetlar haqida son qilardik. Bu safar qanaqadir bog'ga keldinglarmi deb. Bu bog' emas. Bu universitet, Green University. Lekin ko'pchilik bu universitet haqida faqat nomini balki eshitgandir, internetda ko'rgandir, televizorda ko'rgandir. O'zi qanaqa universitet? Nimani o'rgatadi, nimaga nomi yashil universitet, shu kabi savollar juda ham ko'p. Mana shu savollarga birgalikda javob topish uchun keldik va bizni mana kutib oldilar. Green Universiteti rektori Baxtiyor aka Po'latov. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Salomatlisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimiz. Biz hozir siz bilan ko'rishdan oldin kirib ozgina aylandimda. Juda ham katta hudud va deyarli hamma yoq yam-yashil. Va shu yam-yashil orasida bitta kampus turibdi. Bir ruxsat bersangiz kampusni aylansak, ko'rsatsangiz va menda ko'p savollar bor. Bo'ldi. Chunki o'zim tushunmagan ko'p savollar bor-da. Garchi menki hali tushunmayotgan bo'lsam, boshqa abituriyentlar, kamroq ma'lumotga egalar umuman xabari ham bo'lmasligi mumkin-da. Shuning uchun bir ma'lumot beraylik. Necha gektar o'zi bu hudud? Bo'ldi, avvalambor xush kelibsizlar. Shu Markaziy Osiyo atrof muhit iqlim o'zgarishi universitetiga. Nomi shunaqa, uzun. To'liq nomi endi ko'pchilik biladi, что Green University deydi, bu частный deb o'ylaydi. Bu davlat universiteti. Bu davlat universiteti. Davlat universiteti bu Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti. Qisqacha nomi prezident qarori bilan ochilganda, adashmasam. 174-prezident qarorlari bilan shu 2023-yilda tashkil topgan. Bu yerda eng asosiysi tashkil topganlik sababi bugungi kundagi o'zingiz xabaringiz bor, juda katta ekologiya muammolarimiz ko'p. Nafaqat bu O'zbekiston, balki global miqyosda. Nafas ololmay qoldik, aka, to'g'risi. Yo'q, bu yerda mana aytadigan bo'lsak, to'g'ri aytasiz, bu yerda juda katta o'rganishlar, ilmiy tadqiqotlar ishlar olib boryapti, lekin aslini oladigan bo'lsak, kadrlarimizga yetishmasligi aniq bo'lib qoldi. Ko'rinib turganini ham o'zingiz ko'rdingiz. Men bu yerda to'xtatib o'tmoqchi edim. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, o'zi universitetda hududida 46 gektar. 46 gektar. 46 gektar dendropark hududida joylashgan va albatta yaqindagina mana davlatimiz rahbari kelganlarida 108 gektar yo'lning narigi betida dendrologiya bog'ini ochib berdi. Milliy dendrologiya bog'i. Hali bir ijtimoiy tarmoqlarda ham mashhur bo'ldi, shov-shuv bo'ldi. Fanlar akademiyasidan o'tkazib berilar ekan, u dendrologiya bog'i uchun-da u. Yo'q, u boshqa.
U boshqa joy, uni aloqasi yo'q. Unaqa aloqasi yo'q. Bu yerda mana oldin tashlandiq joylar bo'lgan. Aha. Bu yerlarni biz shu tabiiy живой living laboratoriya deydi. Jonli laboratoriya. Jonli laboratoriya. Bu yerda kelib shu studentlarimiz o'zimiz tabiatni o'zi laboratoriya bo'lib beradi. Albatta. Nimaga tabiiy laboratoriya? Bizani tizimimizda 4 ilmiy tadqiqot instituti bor. Bu O'rmon ilmiy tadqiqot instituti, o'rmon xo'jaligi, gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot, ekologiya, atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti va cho'llanishga qarshi kurashish va cho'l iqtisodiyotini rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti. Bularda mana eng birinchini aytib o'tganim shu o'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutini xodimlari chiqib bu yerda daraxtli turlarni o'rganadi. Qarang, ora-orada anaqa skulpturalar bor. Da. Bular nimani bildiradi? Toshlar bor daraxt orasida. Bu skulpturalarni bu Markaziy Osiyoda yagona skulpturalar desa ham bo'ladi. Har bitta skulpturani bu butun shu birortasiga yaqin borsak bo'ladi. Mana masalan birinchisini ko'radigan bo'lsak, bu yerdan boshlaydigan bo'lsak, bu Markaziy Osiyoda mana O'zbekistonning o'zimizani shu nima deydi? Haykaltaroshlar qilingan. Bu O'zbekistonning olimlari bu ikkita daryoning oqimi. Bu Sirdaryo va Amudaryoni oqimi. Mana bu tepa past, Bu mana ikki oqimning qo'shilishi. Confluence of the two streams deydi. 2024-yilda bu katta shu simpozium o'tkazilgan. Shu simpoziumda aynan mana shu haykaltaroshlarni aynan bu hammasi bu yerda joylashgani ekologiya bilan bog'liq. Zo'r. Ekologiya va tabiat bilan bog'liq. Keyingisini ko'radigan bo'lsangiz, Estoniyalik Man and Nature in One. Bu degani tabiatda birgalikda insonni va tabiat bilan uyg'unlikda degani. Bizani agarda shu logoni ko'radigan bo'lsangiz, orqada In Harmony with Nature degani. Bu degani bu shu tabiat bilan birgalikda yashashimiz, garmoniyada yashashimiz kerak degan ma'noni bildiradi. Bu yana bittasini ko'radigan bo'lsak, mana buyimiz orolni возрождение anaqasi nima deydi? Orol tiklanishimi? Orolni tiklanishi bo'yicha. Naryolarda ko'radigan bo'lsak, Sirdaryoni bir parchasini ko'rsatib beradi, qanchalik bo'linib ketayotgan. Shunchaki bular toshlar emas, balki hammasi ekologiya bilan bog'liq ekanda. Har bittasi shu ekologiya bilan bog'liq. Bu qanaqadir buyurtma berib yasattirganmisizlar yo bir qanaqadir bir forum tashkil bo'lib o'sha paytda qolib ketgan. Bu yerda taklif berilgan shu tabiatga bo'lgan munosabatlarni bildiringlar deganda san'at asari bilan ular shu g'oyalar bilan o'zlari kelgan. Juda chiroyli g'oyalar ham bor. Mana u narada ko'rib turgansiz 3 ta qushchi bir-biri bilan suhbat o'tdi. Chunki mana qushlarimizni mana ko'rib turibsiz, qushlar bir-biri bilan gaplashadi, muloqot o'tkazadi. Qayerda nima ularga har bittasiga alohida bir yaqinlik. Bu ko'z nima? Ko'zmi bu? Glaz dunyoning ko'zi degani. Dunyoning ko'zi. Biz bu indiyalik juda mashhur shu haykaltaroshlar o'zi yasab chiroyli qilib yetkazib berishgan. Bularning hammasi boshqa joyda edi. Ularni olib kelib mana shu universitetni hududida shu skulptura parkini tashkil qilganmiz. Albatta buni juda katta o'zini ustalari bor. Bu biza hozirgi kunda ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha juda katta ishlar olib bormoqda. Ekologik madaniyatni qayerdan boshlanadi? Shu maktab, bog'cha, shu mana shunaqa universitetlarda ilmiy tadqiqot ishlari bo'ladimi? San'at orqali, mana shu skulptura orqali bularga qisqacha ma'lumot bersa, odamlarning o'zi qanaqadir ekologiyaga bo'lgan munosabat o'zgaradi. O'zi bu yerda qancha talaba o'qiydi? Mana ochilganiga 3 yil bo'libdi ekan. Talabalar soni qancha? Endi talabalarning soni va sig'im qancha? Sig'imi bu kampus, bizda ko'p kampuslarimiz bor, ikkita kampusimiz bor. Bu kampusning o'zida hozir 500 ta talabaga va ikkinchi kampusimizda yana 500 mingga yaqin sig'imi bor. Bularda har bittasi ko'radigan bo'lsak, har bitta binoning o'zining nomi bor. Masalan, bu binoni masalan 4 etaj bo'lsa, ularning masalan birinchi etaji litosfera. Yer bilan shu tuproq, hamma narsa bog'liq. Ikkinchisi gidrosfera, suv bilan. Qatlamlar ekanda. Uchinchisi etajimizda bioxilma-xillik, o'simlik, hayvonot dunyosi. 4-etaji nima desangiz, bu atmosfera. Shularning hammasini har bitta binoni, har bitta etajini o'zini atmosferasi bor. Qanaqa yo'nalishlar bor? Bu yerda Green universitetni
magistratura va shu mutaxassisliklar bakalavrlarimizda juda ekologiya bilan bog'liq yo'nalishlarimiz bu shu barqaror rivojlanish bo'yicha iqlim o'zgarishi yo'nalishida yurisprudensiya ham bor. ha yurisprudensiya ham bor, ekologik Xos savol beraman. Aha. har bitta yo'nalishda juda ko'p Ekologik ekspertiza talab etadi. ekologiya o'ylash kerak. mutaxassislari kerak. Kerak. Zavod deysizmi, zavodda kerak. Bank deysizmi, yashil moliyalashtirishsiz umuman kerak. ilojisi yo'q. Ertaga bu yashil investitsiyalarni kiritishda ham hamma mutaxassislar kerak. Ekologiya sohasida, Yashil energetika sohasida. demak, yashil Green University degani bu faqat tabiat, o't-o'lanlar emas. Ya'ni umumiy ekotizim ekanda, to'g'rimi? Albatta, mana yana ko'pchilik aytadiki, o'ylaydi endi fikri biz qayerdandir bir shu har bitta ekologiya sohasida bir olib o'zimizni o'qitdi. Yo'q, biz yangidan yondashib, mana shu yangi zamonaviy kurslarni tashkil Men ham etamiz. ochig'i to'g'risi endi lof emas, ochig'i o'ylardim masalan, faqat shu dendrologlar chiqadi, o'rmonchilar chiqadi, ja bo'lsa meteorologlar chiqadi, shu atrof muhit bilan bog'liq deb ko'proq biyo tomonni o'ylagan ekanman. Demak, bu yerda huquqshunoslik ham bo'lsa, huquqshunosligi iqtisodiy yo'nalish ham bo'lsa, yana nima energetika, yashil energetika bo'lsa, moliya bo'lsa. Moliya nima deganda biofinance deydi. O'sha biofinance anaqa moduli bor bizda. Bu yerda masalan qaysidir qurilishni boshlashingizdan oldin ularni shu tabiatga yetkazilgan zararini hisob-kitoblarini anaqa qilishdi. Masalan, siz most quraman deng, u yerda qanchalik siz shu tabiatga zarar yetkazasiz. Most chunki bioxilmaxilligimiz bor, yashilligimiz bor yoki qaysidir qurilish qilayotgan shu atrofidagi nimalar ham o'zgarishi mumkin. Yoki qaysidir sohada juda katta bizda mana shu sohalarimizda ehtiyojimiz katta. Kadrga ehtiyoj katta. Kadr katta ehtiyojimiz. Hozir bular nimadir chillab ishlatyaptilar. Nima bular? Bular endi hozir avtomatmi? Laboratoriyada ishlaydi doktorantlar. Bular daraxtni mana hozir daraxtni asosiy Assalomu alaykum. kasalligini va undagi kardiogrammasini chiqarib beradi. Daraxtni bu o'zini ko'rsatmaymi? Albatta. Nima bu? Bu ana EKG-ku, ha? Registrograf qurilmasi barcha turdagi yog'och konstruksiyalarni ichki holatida 40 dan oshiq parametrlarni aniqlab berishga xizmat qiladigan qurilma. Bu oddiy qilib aytganda daraxtni ichki holatini bunga qarab turib yillik halqalar soni, ya'ni yoshini aniqlashimiz mumkin. Yog'ochning zichlik darajasini, qattiq yoki yumshoqlik darajasini, ichidagi g'ovaklik, kasallanish darajasi qay darajada bo'lgan, ichki holati yemirilgan. Qanaqa ishlaydi bu? Ko'rsatib bera olasizmi? Nima qilish kerak bunga? Ishlash juda oson, oddiy, terminal va asos bir-biri bilan. Bitta ko'rsatib beringlar. Bitta ko'rsatingchi. Qanday daraxtga solib. Hozir ikkalasi bir-biri bilan set, ya'ni bog'langan holatda turibdi. Xo'p. Bizda daraxtni tadqiqot qilishimizda ildiz bo'g'zi, ya'ni ildiz chirish ehtimoli bo'lsa, ildiz bo'g'zidan faqatgina tanasi yoshini aniqlash uchun xuddi o'zimizda ko'krak qafasi darajasida belgilab turib, buni juda ham kichik zond orqali teshib kiradi. Ya'ni daraxtga zarar yetkazmaydigan holatda va parallel ravishda mana terminalimizda uni bu yoqdan chiqyapti-ku. Hamma holati chiqib turibdi. Hozir mana shu daraxtniki natijalar chiqyapti. Bu yerda ko'rsangiz, mana даже qiyaligi, qanchalik qiyali bu daraxt turganligi, suvi bormi, yo'qmi, kasalmi, kasal emasmi, har bittasini bittalab o'lchab beradi, shu borgan sari. Bizda shu qurilishlarda sog'lom daraxtni ham bu juda kasal bo'lib qolgan ekan deb kesib olishlar bo'ldi-da endi, kuzatildi. Hozir yana ham kuzatilayotgandir endi hamma narsani. Bu yo'nalishlarni mana hozir bular o'zlari o'rganib chiqib, albatta har bitta daraxtga o'zlari eksperiment. Bu daraxtdan odamdek gap ekanda. Albatta. Tirik jonzot, tirik organizm. Bu zond yordamida kirib chiqqan o'rni deyarli bilingani yo'q. Yo'q bo'lib ketdi ham. Va zarar yetmaydi shunga. Oldin biz daraxtda 40 ta parametrni o'rganish uchun 40 ta qurilmadan foydalanganmiz. Yoshini aniqlash uchun hattoki bur metodi bo'lardi. Qora qalam qalinligidagi namuna ichkaridan olinardi. Bu daraxtda shikast yetkaziladigan holat edi. Bugungi kunga kelib qurilmamiz yordamida daraxtga shikast. Xo'p, bu hozir qanaqa daraxt ekan? Nima men hech narsa tushunmadim.
Bunda birinchidan daraxt diametri umumiy hisobda o'rta o'qi 38 santimetr tashkil qiladi. Ha. Birinchidan. Ikkinchidan har bir santimetr hozir bizda e'tibor berib qaraymiz. Mana birinchi tebranish, ikkinchi tebranish, uchinchi tebranish, to'rtinchi tebranish. Yoshi necha ekan? Yoshini ko'rsatadimi? 21 yoshda. 21 yoshda. 21 yoshda. 21 yoshdagi daraxtimiz va Sog'lom ekanmi ish qilib? sog'lom holatda, faqatgina oxirgi yillarda namgarchilik darajasi birozgina pasaygan holatini ko'rsatyapti mana. Ya'ni har yili bu suv qabul qilish va suv bug'latish darajasiga qarab daraxt semiradi. Semirish darajasida Hali semirmayapti ekan, ozyapti ekan. yo'q, semirish darajasi normada, 21 yosh uchun aslida normada, lekin oxirgi paytlarda hozir suvga talab ehtiyoji bor. Ya'ni shunga qarab biz sug'orish tizimini yana shakllantiramiz. Zo'r ekan. Daraxtlarni ko'p sug'orish ham uni quritishga olib keladi. Ha, to'g'ri. O'zi hamma men o'zim shu ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganman-da. Aynan modellashtirish bo'yicha o'simlik va mana shu daraxtlarni raqamlashtirsak bo'ladi. Har bitta hayvon o'z hasharotlarni hamda daraxtlarni qachon uyquga ketishi, qachon ularning uyg'onishi hammasini raqamlashtirsa bo'ladi. Bitta misol qilib o'taylik. Daraxt bilmaydi qachonki bahor paydo kelishini yoki bir kuz kelishini bilmaydi bular. Tabiatdan his qiladi. Ha, tabiatdan his qiladi. Masalan, fevralda masalan bir xil paytlarda juda isib ketadi, hamma gul ochib, gul ochib. Shuning uchun qor ko'mib qo'yishardi-yo, ota-bobolarimiz. Lekin oladigan bo'lsak, bu yerda summa effektivных temperatur degani bor. O'shani hisob-kitob qilib, agar bir hafta davomida 15 gradusdan agarda baland bo'lsa, aytadiki, bu signal beradi daraxt ildiziga, yer qizishni boshlaydi. Bahor keldi, bo'ldi, uyg'on deydi. U bilmaydi bu martmi yo fevralmi, уже temperatura bularga anaqa qiladi. Sug'orasizmi, sug'ormaysizmi, bular уже bir haftani ichida yo 3-4 kunning ichida уже anaqasini beradi. Har bitta kurtak ochish boshlaydi. Yo'q, qizarishni boshlaydi. Stressga tushadi. Bir xil o'simliklar bor. Ana o'zgarsa, ob-havo o'zgarsa. Ob-havosi tez o'zgarsa, bular isparin, chunki o'zlarining samosохраненияsi yo'q-da bularda. To'g'ri, biz ham issiqdan sovuqqa chiqsak, sovuqdan issiqqa chiqsak, odam ham shu. Har bitta o'simlikni anaqalarni, daraxtlarni porogi bo'ladi. Agar 35-40 gradusdan oshib ketib qolsa, уже ano stomata deydi, уже bekitib anaqasini yopib oladi. Ano ispareniyani kamaytirish anaqasida. Zo'r. Rahmat aka, charchamang, ishingizga omad. Shuni. Xo'p, o'zi endi ta'lim haqida ozgina gaplashsak, yana ham menda bitta bir boya yo'nalishlar haqida gaplashdim-ku. So'raganim sababi asosiy savol bizda mana bunaqada. Xo'p, mana shu yerda o'qisam, men ertaga kim bo'laman va qancha pul topaman? Ya'ni ikkinchi savol juda aktual bo'lib ketdi. Ilgari kirib olaver, bir gap bo'ladi, 800 ming ishlasang ham derdi. Hozirgi yoshlar endi unaqa emas, ya kechirasiz deyapti. Men qancha pul topaman, qancha daromad olaman? O'zi bunga talab bormi O'zbekistonda? Men ish topa olaman birinchi o'rinda. Ish topsam qanaqa darajadagi ish topaman? O'sishim qayoqqacha boraman? degan savollar hozir yoshlar o'ylantirayotgan asosiy savol. To'g'ri. Endi zoomerlarda endi nima deysiz? Yo'q, endi o'shanga juda to'g'ri savol berdingiz. Menimcha bu nima betda bugungi kundagi eng aktual muammolarimizdan biri, chunki oldin misol qilib aytaman, o'zimni anaqamda biz shu ekologiya sohasida o'qiganmiz, ekologiya sohasida o'qiganimizda eng past balli, eng kirish ehtimoli ko'p bo'lgan ana yo'nalishlardan biri edi. Hech kim o'qimasdi. Ekologiya kim bo'ladi? Ekologiya sohasida nima o'zi degan ma'noni kattaroq joyga ko'z yetmaganlar mana shu topshiriq qo'ya qolay derdi. Yo'q, o'qib olsam, diplom olsam bo'ldi derdi. Ko'pchilik bank sohasiga, huquq muhofaza qiluvchi organlar shu yo'nalishlarda yoki tibbiyotga kirardi-da. Endi shu sababli o'zimizda qanaqadir mentalitetda deb o'ylaymanki, shu kadrlarimizni tayyorlashimizda juda kam bo'lgan. Hozirgi kunda mana juda ko'p yerda ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsak, ekologiya sohasida atmosfera ifloslanishini olaylik. Mutaxassislarimiz kamda. Yoki sun'iy ifloslanishi bo'yicha bor, lekin ekologiya juda katta. Bu yerda behil mahilligimiz bor.
qaysidir sohada o'simlik kimdir hayvonot dunyosi bilan shug'ullanadi. Suv resurslari, biza suv resurslari deganda suvni toza yoki kirligini anaqasiga ko'proq e'tibor beramiz-da. Masalan, suvning ifloslanishi oqibatida 3 ta eng katta muammolarimiz bu birinchi qishloq xo'jaligi yetib borib, ularni dehqonchilik o'sha ifloslangan suvlar yetib boradi, bu yerda ham katta ta'siri bor. Beahil-mahilligimizga ta'sir bor. Shu baliqlar zo'rmi, boshqa ichidagi suvni ichidagi beahil. Uchinchisi bu ichimlik suvlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shunga o'ylayman juda katta kompleksni bu sohada endi ko'p bizda ehtiyojimiz juda katta. Xo'p, mana siz tasavvur qiling, sizni hozir ota-onalar ko'rib turibdi. Endi baribir o'zbekchilikda shunaqa 17-18 yoshlar endi maktabni tugatayotgan va keyingi yo'nalishini, hayot yo'lini tanlayotganda asosiy maslahatchi ota-onalar bo'ladi. Farzandiga aytadi: "O'g'lim, qizim, qo'y" deydi, "u yo'nalishga nima qilasan?" deydi. Bu yo'nalishni tanlay qolgin deydi yoki teskarisi. O'zi haligi qiziqib turganida qaytaradi yoki o'zi qiziqib turganiga olib boradi yetaklab qo'lidan-da. Mana shu ota-onalar ko'rib turgan bo'lsa, siz ular farzandini sizni universitetingizga olib kelishiga nima argumentlar ayta olasiz? Nima uchun sizni universitetingizga olib kelsin farzandini, qizini, o'g'lini? Mana shuni o'qitib bering, mana shuni zo'r mutaxassis qilib bering deyishiga sabab nima bo'lishi kerak? Endi bu yerdagi sharoitlarimizdan tashqari sharoitlar mana bu yerdagi sharoit zo'r ko'rib turibdi. Eng asosiysi bu yerda bizada har bitta shu prezidentimizning 106-qarorlarida bor. Bu yerda har bitta vazirlik idoralarida ekologik diplomatiya degan bo'limi bor. Bu birinchi. Bu degani bu bitirgandan keyin har istalgan vazirlikka borsa ish topa oladi. Bu birinchi. Yaxshi. Ikkinchisida har bitta qurilishda qurilish qilasizmi, qaysidir klinika ochasizmi yoki bir katta bir obyektlarni qurilishida ishtirok etsangiz, ekologik xulosasiz, eng birinchi ekologik xulosa kerak. Ekologik xulosasini bu yerga mana shu qanaqa qilib biz o'sha tabiatga yetkazilmasdan o'zimizni shu kadrlarni eng asosiysi bu qurilishda ekologik mutaxassislar yo'qlik kerak. Ha, to'g'ri. Mana demak, misol uchun men agar quruvchi bo'lsam, men shu obyektimni ertaga ekspertizadan eson-omon o'tkazib olishim uchun va haligi menga sanksiya yoki shtraf jarimalar solmasligi uchun ham men o'zimga zo'r ekolog olishim kerak. U menga aytib turadi, "Mana bunaqa bo'lish kerak, mana buni kesmasligimiz kerak" deb turadi. Albatta, men shu boya aytganimdek, ekologik ekspertiza deganimizda bu yerda eng katta bizani bu yerda kerak bo'ladigan narsa bu har bitta qurilish bo'ladimi yoki aytamizki sanoat zonalar bo'ladimi yo bir kichkina korxona bo'ladimi, hatto ijtimoiy obyektlar ham, hammasiga ekologik o'sha ekologiya mutaxassis kerak. Просто oddiy misol qilganda siz mana chiqib yo musor tashlaysizmi, urnani qayerga qo'yish, daraxti bor masalasi, kasal bor, unisi bor. Shu mutaxassislar juda katta, ularga ham kerak. Mana ikkinchisi ehtiyoj. Uchinchisi mana bizada inspeksiyamiz bor, ekopolitsiya deydi. Bu yerga ekopolitsiyamizda mana ekologiyaga shu qancha huquqbuzarliklarni, mana boya aytib o'tdim-ku sizga, ekologik shu huquqi yurisprudensiya yo'nalishimizda bu yerda ikkita yo'nalishi bor. Birinchisi shu o'zimizning qonunchiligimizni to'g'ri takomillashtirish bo'yicha juda ko'p qonunchilikda bizda bo'shliqlarimiz bor. Mutaxassislarimizdan yetishmasligi ham bor. Chunki ko'proq eskicha qarash bilan yozganmiz qonunlarni. 20 yil, 30 yil oldingi qonunlar amalda ham eskicha emas. Men o'ylaymanki, o'sha payt uchun to'g'ri bo'lgan, o'sha payt uchun to'g'ri bo'lgan, lekin bizning iqtisodiyotimizda ko'p tez rivojlangan sabab biz ularga yetib ularni o'zgartirishimiz kerak. Yangi shu iqtisodiyotimiz rivojlanishiga kelib chiqib, biz qonunchiligimizni moslashtirishimiz kerak. To'g'ri. Mana aytamiz, prokuratura organida deymizmi yoki ichki ishlar prokuraturadan ekologiya boshqarma bor. Bor. Men endi aytmoqchi bo'lganim, bu yerda juda katta mutaxassislarimizni yoki bank sohasida deylik. Bankda ham kerak. Mana ertaga har bitta bank tizimida ham yashil moliyalashtirish degan paydo bo'lyapti. Fikr paydo bo'lyapti ularda. Bank tizimida ham yo'q mutaxassislar, yaxshi mutaxassislarimiz, shu ekspertlarimiz. Nimaga desangiz, sof bankier bor-u, lekin yashil moliyalashtirish nimaligini ichidan tushunadiganlar kam.
ularni masalan albatta to'g'ri aytyapsiz, ularda masalan yashil mol hozirgi kunda mana Jahon banki bo'ladimi, Yevropa taraqqiyot banki bo'ladimi yoki Osiyo taraqqiyot banklari bo'ladi. Bularning hammasida ertaga Birinchi sharti shu bo'lyapti. Birinchi sharti shu. To'ppa-to'g'ri. Agarda siz yashillik masalan qaysidir tashkilot yirik tashkilotga kelib turib o'zini o'sha yashil strategiyalarini qilib bera olmasa, moliyalashtirilmaydi. To'g'ri. Mana ikkinchi Pul olish ham oson bo'lyapti. Da. Yashilni bayroq qilib ko'tarasiz. mana eng ko'p loyihalar kattasi o'tadi. O'zbekiston o'zi majburiyatlarini olgan, shu Parij bitimlari bo'yicha 50% qisqartirish 2035-yilgacha karbon. Bu yerda ESG modeli bor, Environmental Social Governance degani, bu yerda har bitta tashkilot o'zini modelini ishlab chiqish kerak. Bu degani nima degani? Masalan, men yirik sanoat korxona bo'ladigan bo'lsa, bu yerda men 1% ga qisqartirishim uchun o'zimni rejalarni qo'yib chiqishim kerak. Qanchalik toza, qanchalik shu atmosferaga zarar yetkazmasligim, bularni kim qiladi? Buni ekologlar, mutaxassislar qiladi. Va o'sha mutaxassislarni shu yerda tayyorlaysiz. Albatta shu bu yerda bizda eng katta yutug'imiz biz bu yerdagi ta'lim jarayonlari barchasi ingliz tilida. Hammasi shu bakalavr va magistratura. O'zbek tilida yo'nalishlar yo'q. Yo'q, o'zbek tilida yo'nalishlarimiz yo'q. Bizda bu yerda mutaxassislarimizni shu butun dunyodan kelgan shu o'qituvchilar, professorlarimiz bor. Fransiya, Amerika, Britaniya, Iron, Afrika davlatlarida va shu Livan degan shu davlatlardan Indiya ham bor. Bular kelib o'zi shu mutaxassislardan shu o'zi shu sohadagi mutaxassislar kelib dars o'tadi. Albatta o'zimizning ham shu o'qituvchilarimiz ham bor. Shu chetda o'qigan, shu bitirib kelgan. Demak, agar bu yerda darslar hammasi ingliz tilida bo'lsa, o'zbek tilida darslar bo'lmasa, unda nafaqat ichki bozor uchun, balki tashqi bozor uchun ham kadrlar tayyorlash mumkin ekanda. Ya'ni bu yerda tugatgan talaba faqat O'zbekistonda ish qidirmasdan, xorijda ish qidirsa ham diplomi, umuman o'quv dasturi hammasi ingliz tilida bo'lgani uchun osonroq bo'lar ekan topishga. Ish topish. Bu yerda asli o'zi ideyasi shunaqa xalqaro standartga moslashtirib qilingan. Va albatta biza shu standartdan kelib chiqib, o'zimizdagi juda nima deydi, yetuk mutaxassislarni jalb qilamiz. Bizlarga shu tizimimizni, shu yo'nalishlarimizni, har bitta yo'nalishlarga alohida modul tizimida qilib, kreditning sistem shu kredit modulining tizimini qilib, bularga alohida jiddiy yondashish. Har bitta talaba uchun darslarni, ochiq darslarni ham o'tishadi. Tashqariga chiqib, живой, ya'ni jarayonda bular mustaqil ta'lim jarayonlarini. Men nima demoqchi edim, bu yerda hozirgi jahon standarti deganingizda bu Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishi universitetining o'zida Markaziy Osiyodagi bu yagona universitet hisoblanadi. Bu yerdagi kadrlar, ya'ni ixtisoslashgan yagona universitet. Bu nafaqat bu O'zbekiston, balki shu Markaziy Osiyo va mana shu atrofdagi shu Xitoy, Turkiya davlatlarimiz deymiz, Yevropa davlatlaridan kelib o'qishi mumkin. Albatta, bizda bugungi kunda hozir hisob kitoblarimizga qaraganda, biz qabul jarayonimiz bugun 35 ta davlatdan vakillar kelyapti. Topshirgan. Hujjat topshirgan 35 ta davlatdan. Bu o'zimizdan tashqari. 35 ta butun dunyodan уже bu universitetni jarayonlarida juda qattiq nima deydi? U 35 ta davlat topshirishi uchun qanaqadir reklama, PR o'sha davlatlarda bo'lishi kerak edi. Ular qayerdan oldi ekan? Nima deb o'ylaysiz? Biroz hali feedback olindimikin? Ya'ni qayerdan eshitdingiz biz universitetimiz haqida degan? Bularni hammasi hozir shu oliy ta'lim tizimida Study in Uzbekistan degan programmasi bor. O'sha yoqqa o'zimizni joylashtirganmiz shu. Lekin qiziqib, ular qiziqib, biz albatta undan tashqari o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bizani hamkorlar bilan birgalikda ularga o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida ham yoritib beriladi. Albatta o'shalardan ko'rib, Markaziy Osiyo biz uchun eng dolzarb bo'lgan masala hudud. Markaziy Osiyo eng hududimiz nimaga? Chunki talabalarimizni biz bugungi kundagi shu yoshlarimizni birga o'tkazib,
shu ekologik yechimlarga qanday birgalikda yechamiz, To'g'ri. yoshlarimizdan birgalikda o'tirib ular dars o'tayotgan jarayonda ularga misollar keltiriladi. Masalan, suv resurslarini qanday birgalikda tejash mumkin, tejashimiz saqlash mumkin, mumkin. saqlashimiz mumkin, ifloslantirmasligimiz kerakligini, chunki biz Sirdaryo, Amudaryoni baribir transchegaraviy suvlar. To'g'ri. Bularni o'tirib shu yoshligidan bularga ko'rsatib, mana shularni tushuntirib, bularga ekologik diplomatiyasini o'rgatishda juda katta hissa bor. Endi ekologiya bu bitta davlat bilan chegaralanib qolmaydi-ku. Masalan, O'zbekistondagi ekologik muammo bu mintaqani muammosi yoki buni Qozog'istondagi ekologik muammo bu bizning ham muammomiz. Shu to'g'ri. To'g'ri. Meni bitta savolda endi ochiq gaplashadigan bo'lsak, Baxtiyor aka, agarda bu yerda darslar ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, unda juda xohlovchilar narx ko'p bo'lmaydi. Ya'ni umumiy masalan taxminan 900 ming 1 million abituriyent bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiy ravishda auditoriyangizni qisqartiradi. Chunki hamma yoshlar ham ingliz tilini yaxshi bilmaydi. Ya'ni balki xohlashi mumkin, ammo til bilmaganligi uchun, til to'sig'idan o'ta olmagani uchun bu imkoniyatdan foydalana olmaydi va keyin aytadiki, hammasi ingliz tilida bo'lsa menga to'g'ri kelmaydi, faqat o'zbekchaga boraveraman deydi va bu o'z-o'zidan ancha auditoriyangizni qisqartirib qo'yadi. Bu raqobat sharoitida sizni qo'rqitmaydimi demoqchiman. Biz o'zimiz ham o'ylardik. Men O'zbekistonda o'qigandan ko'ra, men o'sha Garvard yoki qaysidir bir chetda biz zo'r universitetlarga borishim imkoniyatiga ega. Bizda ham xuddi shu imkoniyatlar bor. Keladi, o'qishga topshirgan. Bizda B2 darajasida, B2 ga shu minimal daraja, minimal B2. Bularda bizda birinchi foundation yeri bor. Foundation yerda biz o'zimizga moslashtirib olamiz. Kirgan studentlarni ertaga qaysi yo'nalishda men ketishim kerakligini tanlab, o'zlari keyin o'sha mutaxassis yo'nalishlarni tanlab oladi. Bizni asosiy maqsadimiz bu yerda yetuk zo'r mutaxassislarni tayyorlash. Biz uchun ertaga bularni nechta qabul qilishimizdan qat'iy nazar, bularni 100% ish bilan ta'minlashimiz zarur. Va albatta shulardan kelib chiqib, bu katta da'vo lekin 100%. Endi biz shunga harakat qilamiz, intilamiz. Albatta bularni har bittasini har bittasiga shu jiddiy qarab, yondashib, individual bugungi kundagi ekologiya muammolar nima uchun ingliz tilida qilinayotganini mana boya o'zingiz ham aytdingiz, bu bitta davlatniki emasda. Bu transchegaraviy masala. Bu tabiat chegaramizni bilmaydi. Shuning uchun ham qaysidir ma'noda bir maqola ham chiqqandi, bizadagi oroldagi shu changlarni Misrda, Antarktidada o'sha pingvinlarni orasida topilgan degan maqolalarni o'qiganmiz-da. Albatta bularni har bittasi jarayonimizda mana shu til bilishi, ular bilan shu xalqaro arenalarda o'zini ko'rsata bila olishi. Chunki biz ekologiyamizni hozirda asrab avaylash qilmasak, biz ertaga kech bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda xalqaro shu darajasida qo'yilgani ham shu sababi shu. Chunki biz yoshlarimiz bu yerda juda ko'p masalan davlatlardan seminarlar, shu konferensiya va tadbirlar o'tkaziladi. Bularga biz har bittasiga shunday nima deydi, ingliz tilida jarayon olib borishga harakat qilamiz. Va bu jarayonlarda o'zi universitetda ham ko'pi ingliz tilida muloqot qiladi hamma. Biz o'zimiz shunga o'rgatamiz. Erkin muloqot qilishi. Mana agar ko'radigan bo'lsak, bu yerda bizda devor yozuvlari ham devorda emas, u yozuvlardan tashqari mana IUCN degan tashkilot bor. Bu nima bu? International Union for Nature Conservation. Bu yerda bular asosiy shu qizil kitobga kiritiladigan hayvonlarni, shu qo'riqxonalarni, kategoriyalarini belgilovchi tashkilot. Sizlarda ofisi bormi? Bizda Markaziy Osiyoning ofisi shu yerda joylashgan. Markaziy Osiyo uchun ofisi shu yerda joylashgan. Markaziy Osiyo. Universitet ichida. Universitet ichida. Va ikkinchisi Ramsar konvensiyasi anaqasi ham ularning xodimlari ham shu yerda. Bular ko'proq bizdagi shu wetlands, shu suv ko'llarini shu Ramsar konvensiyasiga kiritilgan obyektlar hisoblanadi. Bularni asosiy nima uchun bu yerda joylashgani? Chunki bizda vasiylik kengashimiz bor. Vasiylik kengashi a'zolari hisoblanadi. Xalqaro shu standartlarga biz bularni ham universitetning vasiylik kengashining a'zosi ham bular.
universitetni vasiylik kengashi a'zolari. Demak, bu yerda o'qiydigan talabalar uchun ham qanaqadir hamkorlik, o'zaro birga ishlash, loyihalarda ishlash imkoniyatlari ham o'z-o'zidan yaratilar ekanda, agar o'zlari konvensiyaning ichida bo'lsa, ya'ni vasiylik kengashining ichida. Albatta, bular bilan biz aloqa tuzganmiz. Bularni o'zini, masalan, mana shu IUCNni ofisini bu yerda ochilishi ham sababi bu juda muhim. Bu Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan mana shu Qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni o'sha muhofaza etilgan tabiiy hududlarga o'zlari kategoriyalarni belgilab beradi va bularni eng muhimi bu shu atrof muhit huquqi akademiyasi bor. Bular shu akademiyasiga bizga shu qonunchiligimizda Bu yo'dagi xalqaro akademiya haqida aytyapsiz. Xalqaro shu Bonnda joylashgan. Bular bilan birga ular bizga shu o'quv kurslarini yordam beradi. Metodologiya sohasi. Chunki biz bu sohada o'zimizni shu muhofaza etilgan tabiiy hududlarimizni bir nechta kategoriyalar bor. Har bitta kategoriyaga xalqaro darajada standartda rioya qilishimiz kerak. Chunki biz bularga a'zo bo'lganligimiz uchun biz bularni har bittasini shu xalqaro standartlarga olib chiqishimiz kerak. O'quv zallaridan tashqari bizda shu seminar o'tkazadigan va konferensiya o'tkazadigan zallarimiz bor. Mana bu yerda keladigan bo'lsak, bu yerda birinchidan salqin ekan, tashqari issiq, salqin. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, bu yerda shu konferensiyalar o'tkazamiz, seminarlarni o'tkazamiz. Talabalarni endi bir xillar ko'rasiz, bir xil joylarda etajma-etaj tepada ketgan zallari bor. Buni o'zgartirsak bo'ladi. Har xil yo'nalishlar, masalan, dumaloq stol qilishingiz mumkin, zakovatlarni guruhlarga bo'lish mumkin. Guruhlarga bo'lish mumkin. Bu yerda ham leksiyalar o'ta katta anaqalarda guruhlarni leksiyalarni o'tishi. Ekran bor ekan. Ekranimiz bor. Mikrofon bor ekan. Bu yerda endi bizani kim chizgan buni? Buni Inkuzart. Inkuzart chizgan, qo'lda chizilgan. Bu esingizda bo'lsa 2025-yil fevral oyida shu ko'chib yuruvchi hayvonlar bo'yicha konferensiyasi bo'lib o'tdi Samarqandda. O'sha yerda bizni eng asosiy simvollarimizdan biri shu qor qoploni. Juda ham chiroyli, noyob bo'lgan, bu qo'lda chizib juda. Inkuzar o'zi qo'lda chizib berdi. Zo'r. Dahshat chiqibdi lekin. Bu yerda mana sport zali. Assalomu alaykum. Sport zalimizni bu yerda ko'p talabalarimiz aynan shu bo'sh vaqtlarida sport bilan shug'ullanadi. Keyin vasiylik kengashimizning raisi Azat Qaharovich Abduhakimov bular badminton federatsiyasining ham raisi hisoblanadi. Bular talabalar ham shu badmintonga rosa qiziqishadi. Shunga darsdan keyin ular rosa badmintonni eng nima deydi? Juda sevishadi. Darsdan keyin ham qolib ham kech payt ham kirsangiz ham shu badminton bilan shu o'ynashadi. Ba'zan ekanda. Stol tennisi ham. Assalomu alaykum. Ayla, charchamayapsizlar? Salom olibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, charchamayapsiz. Assalomu alaykum. O'ynasak bo'ladimi? Yomon. Xorijiy talabalar uchun bugungi kunda bizda 50 ta grantimiz ajratilgan. Xorijiy grant shu talabalarimiz uchun va mahalliy talabalarga 100 ta grant. 100 ta grant. 100 ta grant ajratilgan. Va bundan tashqari sohada shu 10 yildan ziyod ishlaganlarni bu yerda shu o'zlarining farzandlari, nevaralari uchun ham alohida sharoit yaratilgan. Zo'rda bu tizim uchun juda ham muhim. Tizim uchun albatta juda muhim. Mana bugungi kundagi kadrlar barqarorligini saqlab qoladi. Farzandi uchun yashaydi-ku bizda. Bu seminar xona shekilli. Bu leksiya, shu leksiya seminar xonalari. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta shu talaba uchun alohida bir stollarni ham alohida bu esingizda bo'lsa maktablarda shunaqa bo'lardi. Zo'r. Devorlarga ham alohida e'tibor berilgan. Hozir men ko'rsangiz, bu devorlar bor-ku hammasi. Ma'lumot ekan. Ma'lumot. Ensiklopediya.
bu devorlarda masalan talaba yurganda hatto chapga qaraydimi, o'ngga qaraydimi, ko'ziga o'sha ma'lumot tushadi. shu ekologiya sohasidagi bo'lgan o'zlarini mana o'zimizni mana har bitta turlarimiz bor. Yovvoyi va qizil kitobga kiritilgan. Shularni bilish kerak. Ekologiyaga kirdimi, demak ular shu sohada mana shu kim nima so'ramasa shu daraxt turini kerak bo'lsa, qaysilari muhofaza etiladi. Yuristlar kodekslarni bilish kerak bo'lganda, Shunday. Bu bizning blokimizni asosiy ta'lim blok. Asosiy u yerda hamma darslar o'sha yerda bo'ladi. O'quv jarayoni. Bu blokimizda ilmiy tadqiqot bilan bog'liq. Endi biz bu blokka kelganimizda mana ko'rib turganingizdek litosfera, boya boshida aytdim-ku, 4 ta etajimiz bor. 4 ta etajimizdan bu birinchisi litosfera. Litosfera deganda bu asosiy nima degani? O'sha yer, shu tuproqlar qayerdan paydo bo'lgan? O'zi mana bu yerda ko'rib turadigan bo'lsak, hozirgi kunda eng takoy zamonaviy anaqalardan hozir ilmiy tadqiqotlarni olib borishda va mana geologiya sohasida bularni har bitta toshi o'zini har bitta anaqasi bor. Xususiyati bor. Lekin bularni o'zi aslini oladigan bo'lsak, bu eng shu tuproqlarimizda mana shu toshlarni bir necha yil eroziya orqali qumga va qumdan keyin tuproqga aylanganini qiladi. Biz oldin shu yer paydo bo'lishidan oldin toshlarda yer anaqasi tog' jinslari deydimi? Tog' jinslari. Bu yerda mana ma'lumot uchun berilgan bu haqiqatda shu. Biz ko'proq mana qarang. Qishloq xo'jaligi yerlari emas bizda. Bizda ko'proq ekologiyada ko'proq cho'l va yaylov va shu cho'l hududlariga ko'proq e'tibor beriladi. Bular hammasi shu cho'l tuproqlari. Shu talabalarimiz sho'rlangan, yengil va o'rta qumloq mexanik tarkibli cho'l taqirsimon va qumli tuproqlar. Bu haqiqiy o'sha joylardan olib kelinib, bularni o'rganish nima beradi? Bizda o'rgandik, xo'p. Bu tuproq unaqa ekan, bu tuproq bunaqa ekan. To'g'ri savol. O'rganganimizda mana hozir biz shu Xitoy Fanlar akademiyasi bilan biz qo'shma tadqiqot markazini birgalikda ochganmizda shu Milliy universitet huzurida bu ham xitoyliklar juda oldinga o'tib ketganda bular cho'lni yashillashtirish bo'yicha cho'llarni qanaqa qilib bularni masalan cho'llanishni qisqartirish degani shuda, cho'llanishni qisqartirish deganda mana cho'l iqtisodiyoti hozir yangi shu termin kirib keldi. Cho'l iqtisodiyoti deganimizda bizda 70% yerlarimizni 70-80 bu Markaziy Osiyoda cho'l va yer degradatsiya uchragan yerlar. Shulardan qanday biz foyda olamiz? Qanday shu iqtisodiyotimizga shu o'simliklar orqali shu dorivor o'simliklar bormi? Bulardan shu yashillikni rivojlantirib, yaylovlar kerak bo'lsa, shularga katta e'tibor qaratiladi. Tuprog'i eng 3 ta xususiyati bor. Ingliz tilida endi bu silt, clay and sand bor. Sand bu qum. Masalan, suvni agarda oladigan bo'lsak, laboratoriyada suvni quyadigan bo'lsak, tez o'tib ketadi. Ushlab qola olmaydi suvlar. Xitoyliklar o'sha cho'lda qanaqadir bular clay orqali suvni ushlab turish qatlamini yaratib va yashillikni rivojlantirishni boshladi. Demak, tabiiy yog'ingarchilikni ushlab qoladi, to'g'rimi? Ushlab qoladi. U yerda keyin yashillik paydo bo'ladi. Mana agarda hozir siz bunga suv quysangiz, tez yo'q bo'lib ketadi, singib ketadi. Bu chunki bizga qaysidir o'simlik yoki bir daraxtlarni ularni unib chiqish uchun bizda o'ta suv namgarchilik bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bularni shu glue system deydi, shu ularni shu clay orqali bir kichkina tabiiy organik clay orqali demak, tushunishim bo'yicha u butun cho'lga clay surib chiqilmaydi. O'sha yashillik ekiladi va atrofiga o'sha claylik qanaqadir tuproq qo'yilsa, o'sha yashillik o'sib chiqadi. Namgarchilik ushlab qola oladi. Namgarchilikni ham va suvlarni singib ketmasligi uchun ham bu ushlab turadigan bir kichkina qobiq qilib yaratilgan. Agar ko'rsangiz, bu shu juda Xitoyda juda katta tajribasi bizda ham qilinyaptimi bu ish? Bizda mana endi boshlandi. Bular soha yo'nalishda mana bir misol keltiradigan bo'lsak, saksovullarni 2 million gektar yer o'sha orol, o'sha qurgan tubida qilinganini ham bu juda katta tajriba. Bu yerda borib ichigacha, orol o'rtasigacha borib ko'rganman. Juda ko'rgan bo'lsangiz, ular mana shu hozirgi kunda yashillik darajasi ham paydo bo'ldi. Ancha paydo bo'ldi.
Nimaga desangiz, bu xumchang bo'ronlarini ham birinchidan oldini oladi va o'simlikni agar ularni rivojlanayotganda agar ustiga qum singadigan bo'lsa, chiqishi qiyin. Bular ushlab qolib, o'sha atrofidagi yaylovlarni ham paydo bo'lishiga olib keladi. Ochig'ini aytsam, shu borgunimgacha endi saksovulga kelayotganda Orolga ko'p ma'lumotlar berilgan, televideniyada, u yoqda, bu yoqda. O'shanda aytilavdiki, masalan, bitta katta saksovul 1 tonna atrofidagi va undan ham ko'proq tuzligini qumlarni ushlab qoladi. Ya'ni shamolda sochilib ketishini o'zida ushlab qoladi. Bitta saksovul 1 tonna, bo'lmagan gap deganman-da. Borib ko'rsam, haqiqatan saksovulni tagida xuddi chumoli uyasiga o'xshab, mana shunaqasiga haligi sho'r tuproqlar yig'ilib qolar ekanda. O'zida qanaqadir magnitga o'xshab ushlab turar ekan va men o'ylayman, u hajmni ko'rdimda, haqiqatan 1 tonna bekorga emas ekan u. Yo'q gap emas ekan u ham. O'sha yerda barqarorligini saqlab qolishimiz uchun juda katta qilingan. Mana UNCCD bor, o'sha cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasi bor. Konvensiyani rahbarlari ham kelganida ko'rib, haqiqatda hayratda qolganda, bunchalik ish qilinganligini, qanchalik bu shu tabiatga shu qilingan juda katta mehnatni ko'rib hayratda qolgan. Bu men o'ylayman, bu har bitta qilinayotgan ishlarimizni, mana Yashil makon umummilliyda, u yerda shu Orol bo'yida qilinganni ham umummilliy hamjihatlikda birgalikda qilinib, o'sha yerda yashillik darajasini katta hisoblanadi. Bu yerda mana ham bu O'zbekiston Respublikasidagi ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi konvensiyalarga javob beradi. 10 ta konvensiya yo'nalishida, mana boya aytib o'tganimdek, ekologik huquq yurisprudensiya yo'nalishlarimizda nima uchun bu konvensiyalar? Bular ertaga biz shu huquqshunoslikda, yuridika nima bazasini bilish uchun biz shularni ham o'rgatamiz, xalqaro huquqda ham. Bu yerda mana oddiy bir transchegaraviy suv masalalari, qanaqa qilib birgalikda shu talabalar bilan birgalikda yechim topsa bo'ladi, yoki mana Ramsar boy aytdim, suv botqoqliklarini shularga kiritilishi qanchalik bu ahamiyatli, nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi jihatlari eng muhimi. Ekologiya diplomatiyasi ham juda muhim, chunki haqiqatan to'g'ri aytyapsiz, 5 ta davlatning o'zini manfaatlari bor, o'zini qiziqishlari bor, o'zini alohida o'sha nima deydi, g'oyalari bor. Hammasini bir joyga jamlab, bitta nuqtaga olib kelib, qanaqadir kelishuv qilish, masalan, Sirdaryo ustidami, farqi Amudaryo ustidami, bu juda murakkab jarayonda. Va bunda ekologik diplomatlar, ya'ni faqat diplomatlar ham emas, ekologiya diplomatiyasi ham ishlash kerak bo'lar ekanda. Eng muhim laboratoriyalarni ko'rsatmoqchi edim. Bu birinchi bizda shu studentlarimizni atmosfera, ixtisoslashtirilgan atmosfera laboratoriyasi. Bu qurilmalar gazonizatorlar, bu Germaniyadan kelgan, bu Xitoyda apparatlar. Mana bu portativniy meteostansiya, ya'ni joyga chiqib turib 3 soat davomida ko'rish mumkin. Mana temperatura, влажность, atmosfera давление, PM2, PM10 bu atmosferadagi zarrachalarni o'lchab beradi. Bu o'lchab beradi. Mana hozir xonamiz harorati temperaturasi 25 gradus. Misol uchun bu o'sha asosan davlat tadqiqotlari ishlari uchun olingan narsalar. Respublikamizda meteorologik stansiyalar bor, har bitta viloyatda qo'yilgan Gidromet tomonidan. Bular o'sha hududni yanada aniqroq o'lchash uchun kerak xizmat qiladi. Mana bu gaz analizatorlarimiz asosan bular xonada qancha o'sha aerozollar, qancha gaz atmosfera tarkibida qancha zarrachalar borligi sanab beradi bular. Bular Xitoydan kelgan. Bu yoqda ham o'sha qurilmamiz bor. Hozir tashqarida o'sha doktorantlarimiz chiqib o'lchyapti. Respublikamizda havo sifatini yagona o'lchaydigan usul bu o'sha gaz analizatorlarimiz havo sifatini filtrlar orqali o'lchaydi. Atmosferaga o'sha asosiy bo'ladigan tashlamalar 2 xil yo'l bilan tashlanadi. Ya'ni tabiiy va antropogen. Tabiiy bilasiz, o'sha hududdan ochiq dalalardan kirib kelayotgan chang bo'ronlari, shamol natijasi tabiatning o'sha jarayonlarda sodir bo'ladi. Antropogen esa sanoat korxonalari, transportning o'sha ulushi yuqori. Insonlar aralashuvi. Shunday, antropogen. Respublikamizda asosan atmosferaga bo'layotgan buni ochiq aytishimiz kerak, transport tizimidan. Ya'ni ayniqsa o'sha yirik shaharlarda
Toshkent shahri ham o'sha megapolis ham bo'ladi. Transport ulushi juda bugungi kunda milliondan oshiq. Asosiy mana shu bizdagi narsalar o'sha har bitta qurilma olib borib turib o'rnatiladi filtr. 3 soat davomida filtrda namuna oladi. Namuna laboratoriya sharoitida tekshiriladi. Tekshirilgan vaqtda bunda o'sha namunada qancha tarkibi, chechnisalarning tarkibi ko'riladi har bittasi. Misol uchun PM2,5 qancha, PM10 qancha tarkibda yoki boshqa turlar bo'lishi mumkin. Har xil gazlar bo'lishi mumkin. Misol uchun ISO2, NO2 degan metan gazlarimiz bor. Undan tashqari mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu trubkalarimiz ham, silindrlarimiz ham bular o'sha asosan yuqori aniqlikda ishlaga qilinadi, ya'ni o'sha atom elektr stansiyasi deymiz. O'shanda borib turib radionukleidlar deyiladi, radiatsiya miqdorini yoki shunga o'xshagan mayda zarrachalarni kuchli havo oqimida bosim bilan bunga qamab olib kelib laboratoriyada tekshiriladi. Ya'ni o'sha bu boshqacha aytganda anavi havoni olib kelish uchun nima ekanda? silindr ekanda. Shunaqa bosim bo'ladi, ikkita ruchkasi bo'ladi, bular hali yaqinda nima qilingan. Bu juda ham mana shunday ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Og'irmi? Bu yaxshimi og'ir? Mana o'zimiz o'sha transportlarda metan gaz ballonlar bor-ku. Ular ham yo'qqa bu undan ham katta davleniyaga chidaydi. Undan ham ko'p davleniyaga chidaydi. Shuning uchun ham shunaqa og'ir metallardan quriladi. Bir o'tkazilgan natijalardan misollar bormi? Masalan, qanaqa chiqqan, qachon va qanaqa ko'rinadi? Tabiiy antropogen. Bu tabiiy mana ko'rishingiz mumkin. Changlar har xil o'sha hududlardan, ochiq dalalardan olingan. Qum, tuz, bu sal aralashmasi, bu ko'proq aralashgan bu bilik karbon. Ya'ni qora toza karbon bu asosan transportda, mazut, transport, issiqxona gazlari shulardagi ko'ringan filtrlar bular. Transportdan ham demak katta tashlamalar atmosferaga mashinalar harakatlanayotgan vaqtda katta yuk mashinasi o'tib ketadi va oldingizdan bu qora chiqarib ketadi. Mana shunaqa narsa. Issiqxonada o'sha mazutlar yoqilsa, shuni natijasida ham shunaqa bilik karbon deyiladi. Shu yuzaga keladi, filtrlar ham shunaqa darajaga keladi. Bu boshqa laboratoriya, bu ko'proq shu tuproq va shu suv ifloslanishi laboratoriyasi, suvni muhofaza qilish laboratoriyasi hisoblanadi. Endi talabalar bu yerda shu sanoat korxonalaridan kelgan namunalarni bular tahlil qiladi. Qaysi darajada bular ifloslangan? Og'ir metallari bormi yoki bir ximический ichidagi anaqalari bormi? Nima deydi? Og'ir metall yoki bir kimyoviy moddalar ichida qaysi bir krasителlar bo'lishi mumkin. Tekstilli sanoat korxonalarida ko'proq juda ishlatiladi. Juda ko'p ishlatiladi. Shularni bular tahlil qilib o'zlarini ilmiy tadqiqotlarida bularni qanday tozalash texnologiyasi, shu ekologik injenerlik sohasida ham juda katta bugungi kunda dolzarb muhandislik, ekologik muhandislarimizni va albatta bularni kelib bu yerda o'zlari shu yosh tadqiqotchilarimiz bor, doktorantlar ham bor. Ilmiy ish qilyapti, tadqiqot qilyapti. Chunki bu blokimizda ko'proq tadqiqot bilan bog'liq talabalar bilan mana 3 ta birinchi ta'lim, ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish anaqasida. Biz ishlab chiqarish sikl qilingan ekanda. Bu universitet hub and spoke modelida qilingan. Nima u degani? Hub and spoke modelida bu o'zi butun dunyoda juda bir murakkab tizim hisoblanadi. Eng katta yirik top universitetlarni bularda asosiysi hub universitet. Spoke degani atrofidagi tizim tashkilotlari, ilmiy tadqiqot institutlari, eng kuchli universitetlarni tizimida agar ko'radigan bo'lsak ilmiy tadqiqotlar bor. To'g'ri. Bizda 4 ta ilmiy tadqiqot institut va 6 ta yaqin markazlarimiz bor. 14 ta yashil texnikumlar bor. Har bittasini shu boshidan boshlab mana texnikumdan shu yashil texnikumlar, undan keyin bakalavr, magistratura, doktorantura va hokazo bu sohada uzluksiz ta'lim tizimini yaratilgan. Ekotizimini shu Green universitetda shunday katta bazasi bor. Demak, talabalar kelsa, ta'lim oladi. U ta'limini bevosita ilmiy tadqiqotlar, laboratoriya tekshiruvlari bilan bog'lab o'tadi va o'z navbatida keyin amaliyotga, ya'ni sanoat korxonalari, sanoat miqyosida yoki bo'lmasam shu miqyosdagi amaliy ishlarga ham jalb qilinadi.
to'g'ri aytdingiz, mana o'sha talabalarimizni magistraturada endi ko'proq ular ilmiy tadqiqotlar bilan ishlash bilan mashg'ul. Ular shu amaliyotga borganda o'z namunalarini olib kelib, biz ularga aytamizda qaysi mavzuda sen ishlamoqchisan, shularga sohalarga uzun yo'nalishlar bo'yicha yuboramiz. ixtisoslashib Ixtisoslashtiradi. Va o'sha borganda o'zi ko'rganda talabalarimizni bugungi kunda kerak bo'lsa menga bering shu talabani olib qolay degan darajada u tarbiyalashimiz kerak edi. To'g'ri, to'g'ri. Borgandan keyin shu Men o'zi buni doim aytaman, Aqto'r aka, ko'p talabalar uchrashuvlarga yoki internetda so'rashadi, savol berishadi, o'shani aytaman-da. Sizlar talabalar eng katta xatosi bu 4-kurs tugatgandan keyin ish qidirish boshlaysiz. Bu eng katta xato. Ya'ni ish qidirishda birinchi kursdanoq, birinchi kurs tugatdingmi, 2 ga o'tding, bo'lsa ish qidirish boshlashing kerak. Birinchi kurs yaxshi, birinchi kurs endi umumiyroq mavzu, moslashish va hokazo jarayon bor. Sen o'zingni reklama qila olishing kerak ish beruvchiga. To'g'ri. Ya'ni seni ish joying 4-kursni tugatayotganingda aniq bo'lishi kerak. Kamida haligi bo'yi yetgan qizlarga o'xshab 2-3 ta sovching bo'lishi kerak. Menga kela qolgan, qachon diplomingni olasan degan bo'lishi kerak. Hozir tugatib olasizlar-da, keyin qani endi qayerda ish qidiraman deysizlar, vaqt o'tkazib yuborasizlar deb. Chunki mana shu amaliyotlarda odam o'zini ko'rsatsa, baribir ish beruvchilar ham oldingidek emas-ku. Hozir yaxshi bolani, aqlli, bilimli talabani birdaniga o'ziga olgisi keladi-yu. Chet elda o'qiganimizda eng birinchi muhim bu internship bo'ladi, shu amaliyot. Xuddi shunday. Amaliyot uchun jonini berardi hamma. Amaliyot desa hamma borardi, nimaga aytsak, bular ertaga o'sha yerda ba'zi joylarda pul berib amaliyotga borishadi. Pul berib amaliyotga borishadi. O'sha yerda qolish uchun. Biza borganimizda endi asosiy bu yerda amaliyotda qilayotgan ishlarni o'rganib, o'zlarining takliflarini beradigan bo'lsa, unda unga yetadigani yo'q. Bizni nima uchun bilan tarbiyalayapmiz yoshlarimizni? Ertaga bular o'sha bizga ish beruvchi xohlagan kadr bo'lishi kerak. Kadr bo'lishi, bizga yo'l yo'riqlarni ko'rsa, ularda g'oyalar ko'p. To'g'ri. Qanaqa bo'lsa ham g'oyani gapirsa, o'shani sekin-sekin menimcha nima deydi, amaliyotga tatbiq etsa bo'ladi. Kichkina g'oya bo'lsa ham biz menimcha katta natijaga erishsak bo'ladi. Bu yerda boyatayotgandek gidrosferada asosiy suv bilan bo'lgan muammolarni, suv bo'lgan shu kurslar, mana shu devordagi har bitta rasm, ma'lumot bular uchun juda katta nima deydi, o'rganish bo'ladi. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda men ko'p bolalarga aytaman, har bitta masalan bug'doy yetishtiraman desang, qanchalik suv talab qilishini. Masalan 500 gramm shu makkani yetishtirish uchun 450 litr suv kerak. Yoki guruchka qancha 500 grammga yoki bir tovuqni yetishtirishga, go'shtga qanchalik qarang. Bular shundan kelib chiqib, bularda shu madaniyat paydo bo'ladi, madaniyat shakllanadi. Ekologiyaga bo'lgan, suvga bo'lgan har bittasini qanchalik tejashimizni shu yerda kichkina bo'lsa ham ma'lumot o'tadi, ko'radi. Men bitta shu go'sht yesam qanchalik suvni tejayotganman yoki qanchalik suvni isrofgarchilikka olib kelishini hammasini ko'rsatib beradi. Va albatta bularning har bittasi shu devorlarimizga gapirish kerak. To'g'ri. Keyin bizda mana iqlim rezidensiyasi bor. Buni ham alohida aytib o'tishim kerak. Iqlim rezidensiya deganda bular bizdagi shu professor o'qituvchilarimizni shunga kelib xorijiy mamlakatlardan biz 40 ta jalb qilib va o'zimizda mahalliydan 40 ta birgalikda ular bilan ishlab iqlim o'zgarishi sohasidagi juda ko'p yo'nalishlarimiz bor. Beahil-mahilligimizni yo'qolishi, iqlim bilan bog'liq, xumchang bo'ronlarini ko'tarilishi, bu ham iqlim bilan bog'liq. Suvlarni, masalan, muzliklarimiz bor tog'liqda. 14 mingga yaqin Markaziy Osiyoda muzliklar bor. Shulardan 1000 ga yaqini bugungi kunda qurib ketdi. Yo'q bo'lib ketgani sababi bular shu temperatura o'zgarishiga olib kelgan. Keyin bular atmosfera ifloslanishi, suv resurslari, beahil-mahillikning yo'qolishi, chiqindilar sohasida juda ko'p iqlim bilan bog'liq. Shular o'zlari kelib, mana ilmiy tadqiqotlar, biz ikkita shu scholarship beramiz, grantlarni. Ular biza bergan mavzularga kelib shu yerda tadqiqot o'tkazadi. Ikkinchisi o'zlarini shu Markaziy Osiyoda bo'lgan tadqiqotlarni bor, lekin joyi yo'q.
qayerda qilaman biza ko'p keladi shunaqa murojaatlar biza amaliyotga implementatsiya qilish biza kerak orolga borib lekin o'rganmoqchimiz kimlar hamkorlik qilsak biza shunda mana o'zimizda hamkorligimizni ko'rsatib bugungi kundagi biz bilan hamkorlik ishlaydigan juda ko'p davlatlarimiz bor mana chet elga boya aytdingiz-ku nima imtiyoz deganda biz shu universitetga kirsa shu chet elga shu Ispaniya, Portugaliya, Fransiya deymizmi yubora olasizlar. Amerika Qo'shma Shtatlariga shu Germaniya shu Skandinaviya deymizmi Xitoy hammasiga o'zimizning hozir hamkorligimiz bor bularga уже talabalarimiz yana GPO degan anaqa tizim ham bor yangi qaror bilan bizda eng muhimi mana man ko'p o'sha xorijda bo'lganimda yirik o'nni BMT shu tashkilotlarda bo'lganimizni ko'rsak ko'p Markaziy Osiyodan xodimlar o'sha internshipga borishadi-yu, praktikaga boradi-yu, borganda Qozog'istondan bo'ladi, yo'q Qirg'iziston, O'zbekistondan juda ham kam. Biz o'shalarga hozir sharoit yaratib, davlatimiz rahbari tomonidan 5 ta grant beramiz. Amaliyotini o'sha xorijda yirik tashkilotlarda o'sha 10 tashkilotlarda amaliyot o'tishadi. Bu talabalar orasidan tanlab oladi. Mana bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligi BMT shu FAO degani bor. Bitta talabamiz hozir o'sha Головной ofisda amaliyot o'tyapti. Bosh ofisda. Yana bitta talabamiz ham Jenevada. Yo'q, u Rimda. FAO Rimda joylashgan. Yana bittasi mana yaqinda o'sha Erasmus Mundus programmalarimiz ham bor. Portugaliyada, Ispaniyada ular o'zlarini shu 3 oylik nima deydi qisqa muddatli kurslarni ham o'tib keladi u yerda. Biz уже shu jarayonni boshladik, talabalarimiz juda bu nima deydi baribir xorijiy amaliyot, xorijiy shu tajribalarni ko'rib kelgandan keyin uni fikri, dunyoqarashi o'zgaradi. Albatta. Shuning uchun ham biz bularga juda qattiq e'tibor beramiz. Ko'rsatib o'taylik, 3 ta blokka bo'lingan. Birinchisi bo'ldi keladi, shu talabalar kitoblarni olib, o'qib, kompyuterlarda o'tirib, onlayn dasturlari bor. Mana masalan, Scopus'dagi bor yoki maqolalar, yoki kitoblar, shularni olib bu yerda birinchidan o'sha yerda o'tirib, joylab, ko'rib, o'qib, ana qiladi. Foydalanadi. Chunki bazalarning hammasi shu yerda joylashgan. Ikkinchisi bu yerda ham kutubxonani ham ikkiga bo'lingan. Birinchisi bu yerda shu talabalar o'zlari va seminar yoki bir kurslari yo qisqa muddatli anaqalarni hammasini shu yerda o'tsa bo'ladi va eng muhimi men bu yerda aytamanki bizni talabalar parlamenti ham bor. Talabalar eng muhimi bitta hozir aytib o'tsam talabalar parlamentini shakllanishi bu yerda juda katta shu hurmatli raisimiz Azatxorovich ham hissalari ko'rdi. Bu yerda mana siz deydilar shu Oliy Majlisda bo'ldingiz va albatta u yerda parlament deganda bir-biri bilan shu muzokaralar olib borish, studentlarga erkinlik, bitta mavzuni beramizda, mavzuni berganda ular chiqib himoya qilish kerak. Nima uchun biz bu yerda qurilish qilishimiz kerak emas va boshqa joyda qilishimiz kerak. Shuni isbotlab ber. Bitta tarafi opozitsiya bo'ladi. Opozitsiya deganda endi juda og'ir emas, u qarshi bo'ladi. Ikkinchisi za bo'ladi. Turib aytadiki, ha bu yerda mumkin yoki mumkin emas, chunki bizda qanchalik tabiatga zarar yetkazamiz. Bu yerda endi aurasini ko'radigan bo'lsa, britanskiy nima deydi? Kutubxonaga kirib, tepalarda chiqib, shunga o'xshagan kelib, bu yerda asosiy jimjit paytda shovqinsiz talabalar kelib o'zlari kitob olib o'qiydi. Zo'r. Hali pastda ham bir aytdim, keyinroq savol so'rayman dedim. Huquqshunoslik yo'nalishi bo'yicha siz aytdingiz-ku. O'zi zamon tendensiyasi shunaqa bo'lib ketyaptiki, sal uzoqroqdan boshlayman savolni. Universal soldatlar emas, ayni bir sohani egasi, mutaxassisi bo'lganlarga talab juda yuqori bo'lib ketyapti-da. Ya'ni biz qanaqadir juda ham oxirgi nima deydi 20 yillik oliy ta'lim tizimimiz oladigan bo'lsak, biz hamma narsani o'rgatishga harakat qildik-da. Talaba uni ham bilsin, buni ham bilsin, buni ham bilsin. Shunda hamma narsadan oz biladigan qanaqadir bitta kadr bor, lekin birortasini mukammal bilmaydi, ichiga kirmagan. Xorijda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Yevropada ham, aynan huquqshunos o'zimning sohamdan kelib chiqib aytaman-da. Misol uchun faqat farzand asrab olish bo'yicha huquqshunos bo'ldi. Undan boshqa birorta ish bilan shug'ullanmaydi.
lekin u farzand asrab olish masalalari bo'yicha profi yoki ajrim masalalari yoki bankrotlik masalalari, faqat misol uchun bankrotlik bilan shug'ullanadi. Boshqa narsani so'rasangiz, "Yo, uzr, kechirasan, men yuristman, lekin u narsa bilan bilmayman, men boshqaga bor" deydi. Mana shunaqangi profildagi tor sohani yo'nalishi ushlaganlarni oshig'i olchida hozir. Men endi siz huquqshunoslik degan paytingiz birdan shu miyam ko'rdi-da. Demak, bu yerda ham umumiy yurisprudensiya emas, ixtisoslashtirilgan yurisprudensiya o'qitiladimi? Ya'ni ko'pchilikka baribir bu qiziq. Men borsam qanaqa yurist bo'lib chiqaman u yoqdan degan savol bor. Savol bu talabalar ham ko'pda paydo fikr shunaqa. Biz talabalar bilan uchrashuv o'tkazganimizda, yoshlar bilan rektorlar uchrashuv bo'ladi-yu. O'sha kunlarda talabalar shu savolni bergan, biza deydi qaysi yo'nalishda ishlay olamiz. Endi yurisprudensiya bu bitta yo'nalishimiz, juda katta emas, bitta kichkina yo'nalishni, chunki bizaniki ko'proq shu ekologiya bilan bog'liq, shu yurisprudensiyani ham ekologiya bilan bog'laganmiz. Va bugungi kundagi bularga biz mana shu zamon talabiga javob beradigan qonunchilik tizimi kerak. Zamon talabiga javob beradigan tizim, sharoitlar qilishimiz uchun qonunchiligimiz kuchli bo'lishi kerak. Bu yerda eng asosiysi yoshlarimiz shu sohada mukammal bilim va amaliyotda eng muhimi shularga bilimini berishimiz kerak. Qonunchilikda endi ko'pchilik biladi, endi ko'p kimdir sudya yoki huquq muhofaza organlarda ekologiyada ham juda katta bor. Qilishimiz kerak. Qonunchiligimizda 30 dan 40 dan ziyod qonunlarimiz bor. Ularni har bittasiga alohida bitta mutaxassis kerak-da. Atmosfera to'g'risidagi muhofaza qilish to'g'risidagi qonunimiz bor. Muhofaza etilgan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonunimiz bor. Masalan, yer kodeksi hozir ishlab chiqilgan. Mana bu yerdagi keyin chiqindilar to'g'risidagi qonunni oladigan bo'lsak, mana bugungi kundagi ancha yildan beri hozir takomillashtirilib, mana o'sha 20 yildan beri hozir bularni yangi zamonaviy mana sirkulyar iqtisodiyotimiz. Oldin bizda bu shu sohada juda katta e'tibor berilmagan. Sirkulyar iqtisodiyot mana hozir shu sirkulyar iqtisodiyot agentligi bor. U yerda mana yirik tashkilotlar bilan hozir shu poligonlardagi o'sha musor deymizmi, chiqindilarni to'g'ri biza ularni musor sifatida emas, resurs sifatida qabul qilishimiz kerak. Bu energiyasini olamiz, uni yoqib biza shu elektr energiyami, issiqlikmi shularga ham jalb qilsak bo'ladi. Har bitta narsadan biz resursni olishimiz kerak. Limondan limonad yaratishimiz kerak-da. Qonunchiligimizni ham xuddi shu sohada qonunlarimizni takomillashtirishimiz kerak. Demak, mana shu ekologiya, yashil iqtisodiyot, yashil moliya, umuman mana shu katta soha yo'nalishiga ixtisoslashgan huquqshunoslar yetishtirib chiqarasizlar. Bizga berilgan mana shu vazifalarni mana biz o'zimiz boya aytib o'tganimdek, yurisprudensiya, moliya, iqtisodiyot va boshqa yo'nalishlarga har bittasiga alohida yondashiladi. Yurisprudensiya shu ekologik huquq bo'yicha alohida o'zimizning shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, Senatda, sudda ishtirok etayotgan masalan barcha masalalar bor-da. Chunki ketma-ketligi bor. Masalan, har bitta qonunni olib chiqsangiz, ularni shu birinchi shu hukumatga kiritilishidan oldin uni o'rganib takomillashtirib, keyin Qonunchilik palatasi, Senatga va ularni tasdiqlashga rahbarga olib kiriladi. Sudda ham jarayoni shunaqa. Ekologiya sud, masalan, sud ekspertizalarda qanchalik masalan hayvon o'ldirgandan keyin masalan qizil kitobga deylik, qanchalik tabiatga yetkazilganini uni faqat ekolog bila oladi-da. Uni boshqa sohadagi mutaxassislar bila olmaydi. Qaysi nima turdagi o'zi hayvonligini ham aniqlab berishda yordam beradi-da. Qaysidir daraxt kesilishida yoki qum shag'allarni qazib olishida qanchalik bu tabiatga yetkazilgan zarari hisob-kitobida kerak-da bu narsalar. Huquqiy asosimiz ham bo'lishimiz kerak. Albatta. Ehtiyoj bor. Juda katta ehtiyoj sohaga. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari aynan mana shu universitetimizni shu Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishi universitetini tashkil topilishi ham mana shu bugungi kundagi shu Markaziy Osiyoda kadrlarni yetishmasligini ham aniqladi. Bular
albatta nafaqat O'zbekiston uchun, balki Markaziy Osiyo mintaqamiz uchun juda katta yetkazib kadr yetkazib berishimizda bizani o'rnimizda bu yerda juda katta vazifalar yuklatilgan. Endi shundayki, ruxsat bersangiz, bizda talabalarimiz bor. Shu loyihalar tayyorlangan. Shularga ham bir qisqacha ma'lumotlar taqdimot qilishsa. Qani endi? Yaxshi. Yuzingizda nur yog'ilib turibdi, ko'z tegmasin. Hech bir qiynalib o'qiyotgan talabaga o'xshamayapsizlar. Nima bilan gaplashamiz endi? Toshkent 2035 loyihasi deyishdi. Nima bu Toshkent 2035 loyihasi? 2035-yilga kelib Toshkent aholisining 6 milliondan oshib ketishi va energiya yetishmovchiligi, smog, havo ifloslanishi natijasida vertikal bog'larni yaratish loyihalari biz o'zimiz loyihalashtiryapmiz hozirgi kunda va quyosh panellarini o'rnatish binolar ustiga har xil uylarda, maydonlarda quyosh panellarini o'rnatish. Kimlar bilan ishlab chiqyapsizlar endi? Kim biz deganda kimlar kiradi? Qani, qayerdan topgansizlar? Sizlar kursdoshmisizlar yo yo'nalishdoshmi? Kursdoshlarimiz ham bor. Men o'zim hozirgi kunda 3-kurs talabasiman. Ekologiya va davlat boshqaruvi yo'nalishida. Hozirgi kunda 1-kurs talabalarimizdan jamoa tuzganmiz. Ekologik loyihalarni o'sha tuzish va dasturlash, aholining shu chiqindi bilan ishlash bo'yicha ham dasturlarimiz, loyihalarimiz bor. Startup loyihalar ishlab chiqqanmiz. Tanishtiring jamoani. Birinchi talabamiz Nurziya, 1-kurs yurisprudensiya yo'nalishi talabasi. Ikkinchi talabamiz Zuhra, u ham 1-kurs talabasi, yurisprudensiya. Uchinchi talabamiz Muazzam, bu ham 1-kurs talabamiz. Yurisprudensiya. Uchalovilar yurisprudensiya. Qoyil, hamkasblar ekan-ku. Bular hozir talabalarimiz Foundation'da 1-kursda Foundation deganda 1-kurs umumiy darslar o'tiladi. Yurisprudensiya sohasida yashillik, shu yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologiya sohasida o'tiladi. Ikkinchi kursda qaysi o'sha ikkinchi kursga o'tayotgan jarayonda bular o'zlari keyin tanlaydi. Yurisprudensiya sohasida ketadiganlar yurisprudensiyaga o'tadi. Yashil moliyalashtirish bo'ladigan bo'lsa, barqaror rivojlanish bo'ladigan bo'lsa, yashil iqtisodiyot bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'nalishga qarab yurishadi bular. Bizda 1-kursda Foundation umumiy fanlar o'zlarini talabalar qaysi yo'nalishda topa olishini bilib, undan keyin 2-kursda уже yani mutaxassislarni tanlab oladi o'zlari, belgilab oladi. Bitta savolda 1-kursda o'z shuni so'ramoqchi edim, ko'proq umumiy kirish bo'ladi, universitet sharoitiga moslashish, ya'ni qiyinroq, baribir yangi tizim, yangi joyga kelib qoladi. Bunaqa proyektlar qilishga ko'pchilik bormaydi. Bu ko'proq 2-3 yuqori kurslarda borishadi, qanaqadir bir proyektlarga, qanaqadir startaplarga, umuman volontyorlik ishiga 1-kursdan kamdan-kam borishadi. Men qiynalaman, ulgurmay qolaman deydi, qo'rquv bo'ladi. Nimaga sizlar qanaqa qilib topishib qoldinglar? Qanaqa qilib bunaqa proyekt qilamiz, bir loyiha qilamiz degan bir niyat paydo bo'ldi? Qayerdan? Qanaqa topdinglar bir-biringlarni? Bizda universitetga kelganimizdan keyin community shunaqa zo'r bo'ldiki, odamlar bilan kelishib ketish osonroq bo'ldi. Bizda begona tutish yoki qanaqadir kibr, masalan, unaqa narsa yo'q edi talabalarda. Birga kelishib, kelinglar bunaqa proyekt qilamiz, kelinglar bunaqa proyekt qilamiz. Kelganimizdan beri bizga shunaqa o'rgatildiki, faqat ta'lim emas, sizlar o'zinglarni rivojlantirishinglarda, o'zinglarni ustinglarda ishlashinglarda ham bu foundation yer sizlar uchun. Shuning uchun soft skillslarni rivojlantirish kerak, eng avvalo. Shunaqa methodology va shunga o'xshash bilimlarni, ko'nikmalarni birinchi foundationni qilib olinglar. Keyin baribir spetsfanga o'tib ketganinglarda qiynalasizlar. Shuning uchun bazaviy ma'lumotlarni o'rganayotganda o'zinglarni hamma narsada sinab ko'ringlar, keyinchalik oson bo'lishi uchun degan maqsadda bir-birimizni topib, kelishib, kelib bunaqa proyekt qilamiz, kelib bunaqa proyekt qilamiz. Mana rektorimiz tashabbusi bilan ham startaplarni yo'lga qo'ydik. Startaplarni olib ketyapmiz va yana tanlovlar. Shu bilan bir-birimizni topdik oxiri. Yaxshi, juda ham xursandman. Bu juda to'g'ri yo'l, juda ham to'g'ri yo'l. Chunki biz hali Baxtiyor aka bilan ham shuni gaplashuvdik, aytayotgandim. Bizda talabalar eng katta xatosi 4-kurs tugatib olgandan keyin ish qidirishni boshlaydi.
endi qayerga borsam ekan ungacha nima qilding, nimaga bir ikkita odam birlashib bitta startap qilmading, 4 ta odam birlashib bitta bir g'oyani amalga oshirmadinglar, nimaga yurdinglar deb ko'p aytaman-da. Menga ham ish so'rab kelishadi yoki savol berishadi. Juda ham yaxshi. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan loyihangiz nima haqida? Qani kim tushuntirib beradi? Biz loyihamiz hozirgi kunda Toshkent shahrida, ya'ni yangi Toshkent shahrida vertikal bog'lar, ya'ni binolarda yerlardan unumli foydalanish maqsadida binolarga va o'simlik ekish joylarida shu vertikal bog'larni yaratish va biz yaqinda Expoda ham o'zimizni startaplarimiz bilan Central Asian Eco Expoda ham qatnashib o'zimiz startaplarni ko'rsatdik va yutuqlarga o'sha sertifikatlarga erishdik. Xo'p, demak vertikal bog' o'qiganda tushunarli. Demak, uzun baland bino, osmono'par bino, u bog'daka bo'ladi. Sizlarni startapinglarning mohiyati nimada? Ya'ni bu o'zi shundoq ham bor narsa-ku, bu dunyoda qilinayotgan narsa. Nima O'zbekiston uchun nimasi yangilik? O'zbekiston uchun biz nima uchun bu loyihani oldik? Chunki Toshkent 2035-yilga kelib aholi soni 6 milliondan oshgandan so'ng toza havoga ehtiyoj juda ham oshadi va energiya samaradorligini oshirish maqsadida ham binolarga qilinganda binolarni sovutish, ya'ni isitish, sovutish yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun binolar kamroq energiya. Mana shunday ekan, misol ko'rsataman, bolalar tomonidan ham qana bitta chiroyli anaqiga Central Asia Birds Eco Tower. Bu yerda masalan bitta binoni to'g'ri foydalanish maqsadida bularga qushlarga inini ham qilib qo'ysa, ular mana nima uchun problema, bularda nesting yo'q. Ozarbayjonda ham shunaqa bino bor. Eski bino. Shunga o'xshagan bular ham loyihalarni mana hozir osmono'parda zелёный vertikalное озеленение deydi. Shu ko'p xorijiy davlatlarda bor. Bu nimaga kerak? Bizga mana o'zlari taqdimot qilganda boya ham shu atmosfera ixtisoslashtirilgan laboratoriyasiga kirganingizda eng ko'pi transportdan. To'g'ri. Shu kerak bo'lsa, shu vertikalное озеленениеda shu transportdan chiqayotgan gazlarni o'sha yashilliklar bilan baribir qanaqadir jihatda kompensatsiya qilish maqsadida o'ylayapti. Bizda bu hali rivojlanmagan. Bularni hozir vertikal shu bolalar ham o'zlarini shu yo'nalishida katta o'zlarining g'oyalari bor, fikrlari bor. Albatta bularni biz to'xtatib qo'yishimiz kerak emas. Bularga har bitta g'oyani yo'nalish berishimiz kerak. Shunga men har bitta studentdan bitta startap g'oyasi chiqsin deb majburlayman. O'zim olib chiqaman, yuringlar, ketdi, qo'shinglar, qayerda bo'lmasa nima g'oya bo'lsa ham olib chiqishimiz kerak. Yoshlar hozir talabiga kuchayib ketib qoldi-da. Biz paytimiz uncha ko'p talablarimiz yo'q edi. Bu haqda ham rektor bilan gaplashdik. Hozir o'zim bu yerga kirsam kim bo'lib chiqaman va qancha pul topaman degan birinchi savolni berishyapti. Men o'ylayman, to'g'ri savol, haqiqatdan ham. Sizlar shunaqa xayol bilan kirganmisizlar? Birinchi kurs kim bo'laman degan bir g'oya bilan, maqsad bilan kirdinglarki va 10 yildan keyin kim sifatida o'zinglarni ko'ryapsizlar shu universitet tugatgandan keyin? Misol uchun men shu universitetni tanitganda juda ham ikkilangandim. O'ris akamga kim bo'lib chiqaman ekologiyadan? Chunki ekologiya unaqa dolzarb muammoga aylanmagandi u paytlar. Keyin asta bo'ldi, yaxshi ko'tarildi ekologiya mavzusi, уже changlar, ifloslanishlar hammasi ko'tarildi. Keyin yurisprudensiya, ekologiyada yurisprudensiya kerak degan gaplar eshitdim. Keyin o'zimni qarindoshlarim, yaqinlarim menga maslahat berishdi. Ekologiyada yurisprudensiya bo'lsang zo'r. Ekologiyani bitta tomondan ham asrab avaylashga o'zingni kuchingni sarflaysan, o'zingni hissingni qo'shasan deyishdi. Ikkinchi tomondan baribir yurisprudensiya bo'ladi. Boshida ikkilanganman, o'qiyotganimda ham, o'qish boshlanganda ham ikkilanganim, rostdan ham ekologiya bo'yicha nimani o'rganaman bu yerda, yurisprudensiya bilan ekologiya qanaqa bog'liqligi bor bu yoqda deb. Keyin o'zi qo'shilishni boshladim, konferensiyalarga qo'shildim. Bizga universitetimiz juda ham katta imkoniyatlar yaratib berdi. O'shalarga qo'shilib, o'sha shu yerda qolaman men. Ekologiyada yurisprudensiya bo'yicha olib ketaman ekologiya kalasini. Demak, ikkilanishlaringiz hozir kelib yo'qoldi. Yo'q ketdi.
bunaqa maslahat beradigan qarindoshlari qaysi duolarni so'ragan? Bizga ham shunaqa qarindoshlardan jo'nating maslahat berib tursin. o'zlari huquq sohasida o'qiganlari uchun ekologiyani yaxshi ko'radilar. Demak, ichidan O'zlarida biladigan imkoniyat inson. bo'lmagan. Ha, O'shaning uchun menga yaxshi imkoniyat tanla, seni imkoniyating bor deyishdi. Mo'zamxon 1 yildan buyon o'qiyapsiz. Xo'p, pora oldi berdi, korrupsiya, baho olishda. Ha? Hamma joyda bo'ladi-yu. Shunaqa narsalar bormi? To'g'risini aytaymi? To'g'risini ayting. To'g'risini aytadigan bo'lsam. To'xtab turing. Hozir lektor chiqarib turamiz. Tursalar ham mayli, tursalar ham mayli. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men universitetimizni birinchi kelganimizda yoqqan narsasi yangi universitet, bularda imkoniyat ko'pligini men his qilganman. Boshqa universitetlar imkoniyatlari bilan solishtiradigan bo'lsak, yangi universitetda o'zingizni topishingiz ham osonroq bo'lishi mumkin. Что o'zingizni hamma aktivistlaringizni ochishingiz mumkin. O'sha tomonlama o'ylaganman, o'qituvchilar ham juda ham talabga javob beradi hammaligi, chunki ular hammasi ingliz tilida dars o'tiladi, ingliz tilida hamma fanlar bo'ladi. Bularda hech qanday pora, unaqa narsa ko'rmaganman. Jahon tillari boshqa universitetlarga solishtiradigan bo'lsak ham, bizada talab qilish, o'tilgan mavzularni talab qilish o'zini o'tilgan darajasiga qarab beriladi. O'sha sababli poraga aksincha-ku, masalan, yangi universitetga ishonch kamroq bo'ladi-ku. Yangi universitet hali birorta bitiruvchi chiqarmagan. Ko'p yangi zo'r universitetlarni tavsiya qilaman. Misol uchun, ayrimlari bor, haqiqatan ham zo'r, gap yo'q deyman. Asosiy xavotir shunda bo'ladiki, yangida bu yopilib ketsa-chi yoki bu davlatnikimikan, xususiymikan, har xil savollar bo'ladi-da. Ya'ni bunaqa ikkilanishlar bo'lmaganmi sizda demoqchiman. Boshida bo'lgan. Otaxon 100 yillik universitetlarga borgan, yaxshi. Boshida bo'lgan. Bu universitetni qanday topganim, o'z sizni Xushnudbek kanalingizdan o'qituvchim tashlagan. O'sha orqali topib kelganman bu yerga. O'sha orqali topganman. Sizni kanalingizda rasmiy narsalar chop etilganligi uchun men bunga 100% ishonganman. Azat Xaxarich bilan bu haqda ko'p gaplashganmiz. Ochilishidan oldin ham prezentatsiyalarda, taqdimotlarda qatnashganman. G'oyasini bilaman. Ya'ni menga universitetlarni g'oyasi muhim. Uni binosi, juda ham jimjimador, zo'r binolar qilib qo'yishadi, boshqa emas. Hatto talabalarning soni ham muhim emas. Ayrim universitetlarda 10 mingdan oshiq talaba bor, lekin shaxsan men unaqa ishonmayman. Juda unaqa tavsiya ham qilmayman kimdir yaqinlarim so'rasa. Chunki g'oya yo'q, ta'limda g'oya bo'lishi kerak. Endi bu juda katta mavzu. Shunaqa g'oya eng muhimi. Yaxshi. Demak, korrupsiya borligi haqida nimadir aytmoqchingiz? Boshqa universitetlarga solishtiradigan bo'lsak, men shu paytgacha hech qaysi fanimni hech qachon korrupsiya yoki pul berish orqali yopmaganman. Balki yaxshi o'qiyotganingiz uchundir. Yomon o'qiyotganlarimizdan ham, studentlardan ham eshitgan, unaqa komment eshitmaganman. O'qituvchilar hammasi bu nima adolatli. qanaqa tizim ta'minlab bera oladi buni? Ya'ni sistema qanday yo'lga qo'yilgan? Misol uchun, kimdir o'zlashtira olmay qoldi. Shaffoflik tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan? Xo'p, bizada ko'pincha misol uchun bitta fanimiz keltiradigan bo'lsak, EIP fanimiz, ingliz tili fanimizni o'qituvchimiz Sevara opa guruh bo'lib ishlatadi. Bir kishi misol uchun oqsayotgan joyda ikkinchi kishi support qiladigan joy bo'ladi. Komandoviy gruppa, jamoaviy ishlash. O'sha ko'p narsani discuss qilishda fikrlar turli xil joydan keladi. O'sha sababli bitta kishi ikkinchi kishini support qilishga yaxshi komandoviy ishlar. Kolba nazariyasi. Yaxshi, qiziq. Professor o'qituvchilar talabalar bilan o'zaro munosabatda, masalan, qo'polligi bor yoki qiz zerikarli dars o'tadiganlari bo'ladi yoki umuman kommunikatsiyaga kirisha olmaydiganlari bo'ladi. Hammaning xarakteri har xilda. Bu vaziyatda munosabatlarda hech muammo bo'lmadimi hozirgacha? Shu paytgacha yo'q. Shu paytgacha misol uchun xonasiga chiqadigan bo'lsak ham, o'zimizni ideyalarimizni, o'zimiz fikrlarimizni eshitishadi. Startup loyihalarimiz bo'lsa ham qo'llab-quvvatlashadi. Yangi naborot bizga ko'proq ideyalar beradi. Mana shunaqa qilsanglar, shunaqa bo'ladi. Shuni qo'shimcha qilib kiritmoqchi edim. Biz rektorimiz ishga tayinlangandan keyin o'zini botini shakllantirgan, rektor boti. Shunga ham har doim bizga aytilardi, agar nimagadir, qaysidirda o'zingizlarning savolinglar bo'lsa, agar qanaqadir adolatsizlik ko'rayotgan bo'lsanglar, har doim murojaat qilinglar, javob beraman deb aytardilar va har doim javob berganlar.
savolimiz bo'lsa agar nimanidir so'raganimizda har doim javob berganlar. Shuning uchun bizda universitetda bunaqa adolatsizlik yoki o'qituvchilarning qo'polligi hech qachon uchramagan va o'qituvchilarimiz professional, ko'p o'qituvchilarimiz chet elda o'qigan, ko'plarini chet elni ko'rgan o'qituvchilarni ataylabdan tayinlab olib kelishgan bizga, chunki aytilgandek xalqaro standartlar bo'yicha deyilgani uchun bizda ta'lim ham shunaqa. Hattoki masalan ustozlar adolatsizlik qilmasligi uchun imtihon paytida ham o'sha o'qituvchini kiritishmaydi. Nimaga? Bu o'quvchiga qarab baho qo'ymasin deb boshqa o'qituvchini kiritishadi. O'qituvchilarimizni boya aytibdilar, juda bu sohada juda ham kamda, professional o'qituvchilar. Hozirgi kelgan mana ko'pchilik bu yerda dars berayotganlarni Oxford, Pensilvaniya, Michigan, State University, top universitetlarni bitirgan universitetlarni doktorantura, Koreyada, Yaponiyada mana shu hammasi 300 talik, top 300 talik kirgan professor o'qituvchilari shu PhD'lar olganlarni kelib shu yerda dars beradi hozir. Aynan shularni shu davlatga shu qaytib kelgandan keyin biz o'zimiz iltimos qilib kelinglar dars berib, juda aniq ko'rib, universitetni ko'rib, ular o'zlari ham shart-sharoitlarni ko'rib, mana boya o'zingiz ko'rdingiz, har bitta professor o'qituvchi alohida bitta xona qilib berganmiz. Ya'ni siz endi 3 yil o'qidingiz bu yoqda. Birinchi adashganlardan bittasisiz. Boshida kelib olgansiz. Xo'p, Shu 3 yildan beri o'qiyotgan bo'lsam, professor o'qituvchilarimiz berayotgan ta'lim juda ham kuchli bizda. Chunki birinchi kursda ham, ikkinchi kursda ham, uchinchi kursda ham bizga chet eldan kelgan professorlar ham kirib, seminar, treninglar o'tkazadi, ekologiya sohasi bo'yicha yangiliklar berishadi. Hurmatli rektorimiz aytgandek, bizda bu sohada mutaxassislar juda ham kam. Shu sababli chet eldan professorlar kelib bizga kerakli ma'lumotlarni berib kelishadi hozirgacha. Shuncha soha turibdi, o'zingda ustingda ishla, pul top deydi. Yo'q, men shu sohada o'zimni kelajagimni ko'ra bilganim uchun shu sohada ketyapman. Ekologiya sohasida pul top bo'lmaydimi? Endi ularning nazdida shunday, lekin mening nazdimda har bir sohada iloji bor. Bir misol qilib aytaman. Shunday juda ko'p mana shu savolni berdingiz. Ekologiya sohasida qancha pul topish mumkin? Yo'q, bunga aniq javob bo'lmasa qiyin hozirgi sharoitda. Boya pastda ko'rgan doktorant talabamiz bir kuni kerak bo'lsa, shu aquapower bo'ladi, boshqa qushlarni monitoring qilishida bir kunlik borib nazorat qilib, monitoring qilishida kuniga bir 3-4 million olishadi. Prosta u nimaga? Qushlarni ajrata olish uchun. Qaysi bir qushi qachon uchadi, nechida uchadi, kichkina bir misol qilib aytadigan bo'lsam-da, ekologiya sohasi juda katta. Bu sohada hali ko'pchilik mana bugungi kunda mutaxassislarning oyliklarini men solishtira olmayman. Oldingi oyliklar bilan bugungi oylik solishtirib bo'lmaydi. Karra katta. O'zbekiston qurilish makoni hozir. Yangilanish, qurilish. Nafaqat maishiy turar joylar, ya'ni turar joy majmualari, balki sanoat korxonalari, hamma yoqda qurilish. Siz aytgan o'sha boyagi aquapowerni nima deydi, loyihasi ham bevosita qurilish bilan bog'liq. U yerga zo'r mutaxassislar kerak, zo'r loyihachilar kerak va loyihani arxitekturadan tashqari hozir ekologik loyiha, ekologik ekspertizadan o'tkazish, ekologik loyihalashtirish bu majburiy shart sifatida qo'yiladi. Shunday. Istalgan bitta katta narsa qurmoqchi bo'lsangiz, ekologik ekspertizadan o'tkazmagan bo'lsangiz, ekologik loyihangiz bo'lmasa, sizni shunchaki qurilishga ruxsat bermayapti. Ya'ni ikkinchi, uchinchi etapi ham bor. Xuddi shunday, hali qurib bo'lganingizdan keyingi etaplari bor. Qurilish jarayonida hali ruxsatini olish uchun gapiryapman. Bu qonunchilikda mustahkam. Ya'ni endi siz qurilish hajmini, ob'yomni, talabni tasavvur qiling va unga kerak bo'ladigan kadrlariga bo'lgan ehtiyojni tasavvur qilingda. Bu juda ham qo'pol qaytganda soqqali soha bo'ladi. Agar asl aqlli bo'lsa, albatta. O'zi ustida ishlasa, o'zini bilimi bo'lsa, shu sohani zo'r egasi bo'lsa, kelajakning sohalaridan bittasi o'zi aslida. Ya'ni shuni yetkazish uchun qayta so'rayapman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p xabarlar tarqalyapti. Ekologik ta'lim nega ishlamayapti?
ekologik ta'lim ishlaydi, chunki bundan keyin shu universitet va respublikamizda 14 ta hududida ochilayotgan ekologik texnikumlarda mutaxassislar yetishtirib chiqish yana ham jadal rivojlanadi va bu universitet kelajakda men o'ylaymanki ekologiyaga juda katta hissasini qo'shadi. To'g'ri aytyapsiz. Hatto odamlar o'zi so'rash boshladi. Qani bizda yo'qmi buni tushunadigan? Nimaman bu havo bunaqa bo'lib ketdi? Nimaga qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? Qanaqa qilib daraxt quritmasak bo'ladi? Qanaqa qilib suvni saqlab qolsak bo'ladi? Nahotki odamlar qani deyishni boshladi. Odamlar ham ahmoq emas. Ko'rib bilib turgandan keyin hammasi ilmga borib taqalishini tushungandan keyin o'sha ilm odamlarini qidirib qoladi o'zlari. Qayerdasizlar? Ilm odami chiqinglar, bir yordam beringlar, bizga qo'limizdan kelmayapti. Havo tozalagich olganimiz bilan ham ko'chaga chiqa olmayapmiz deb o'zimiz boshimizdan o'tkazdik Toshkentda. Voy nafas ham ola olmay qoldik. O'shanda hamma olimlarga naqadar ehtiyojimiz borligini tushunib qoldik. Birdaniga ko'zimiz shunday ochilib, qayerdasizlar olimlar tuzatib beringlar deyishni boshladik. Bitta misol, o'sha olimlar deganingizda ijtimoiy tarmoqlarni bir aylantirib ko'radigan bo'lsak, 5 ta 6 ta olim faqat o'sha bitta mavzuda har xil yo'nalish bo'yicha Yo'q-da chunki. Yo'q. Shuning uchun ham mana shu universitetni aynan mana shu yo'nalishda uzluksiz ta'lim tizimini tashkil qilib 14 ta yashil texnikumlarni masalan kirgandan keyin ular 2-kursda B2 darajasini olsa, biz to'g'ridan to'g'ri bularni foundation bilan bog'lab 2-kursga qabul qilamiz. Universitetga Texnikumdan o'tib ketsa bo'ladi. Texnikumdan universitetga 1-kurs emas, 2-kursga. Agarda shu universitetni bu to'g'ridan to'g'ri shu ingliz tilini, o'sha foundationda beriladigan fanlarni o'zlashtira olsa, biz bularga shu qarorda ham belgilangan xuddi shunday 2-kursga to'g'ridan to'g'ri qabul qilamiz. Yashil texnikumlarni mana 14 ta hududda tashkil qilinishi ham bizda mana bugungi kundagi juda ham katta ehtiyojimiz bor. Davlatimiz rahbari mana aytdilar, har bitta hududdan kelib chiqib texnikumga moslashtirishimiz kerak. Navoiyga boshqacha. Navoiyga ko'proq mana shu oddiy bitta probirkani suvni olish ham mutaxassislar yo'q-da. Qanday olish kerak, necha santimetr bo'lishi kerak, qanaqa suv o'lchami, uni olib turib joyiga qo'yib qo'ysangiz, vaqt sari yo'qolaveradi. Ichidagi xususiyatlari yo'qoladi. Tahlil to'g'ri chiqmaydi. Elektromobillarimiz kirib keladi. Ertaga utilizatsiyasi bor. Ularni yig'ishi bor. Jizzaxda demak bu boshqacha. Bu boshqa yo'nalishda. Cho'l hududlarimizda ko'proq suvni tejash, mana shu suvlar bilan bog'liq masalalarni, cho'l o'simliklarini ko'proq in vitro laboratoriyalarida qanday bilan yetishtirishda o'zlarini ko'rsatadi. Tog'li hududlarda masalan gidrometeorologik stansiya borib, oddiy meteorologiya stansiyani o'lchab borib, qarab kelib yozishga ham texnikalar kerakda. Shuning uchun ham mana shu universitet huzuridagi yashil texnikumlar tashkil topilishi aynan mana shu bugungi kundagi tizimdagi kamchilik emas, tizimdagi muammolarni oldini olishda. Masalan, oddiy o'rmon deylik, o'rmon xo'jaligi, yegeri masalasi yoki eko marshrutlarda, ekoturizm yo'nalishida gidlar bo'ladimi, boshqasi masalasida, veterinariya sohasi bor. Bizda ko'proq bular mana shu qizil kitobga kiritilgan zooparkdagi hayvonlarni davolashda yoki qandaydir bir ущерб qilganda ularni to'g'ri baholadigan, ularni reabilitatsiyasi markazlarini to'g'ri qo'yishda juda katta hissasi bor-da. Shu veterinariyani ham boshqacha anaqasida faqat mol chorvalarga emas, balki bu sohasida ham ko'rishimiz kerak. Mutaxassislarimiz juda kam. Bir misol, ilon bo'ladimi yoki yo'lbars bo'ladimi yoki qorqoqlar, ularni agarda kasal bo'lsa, kim qaraydi? Ularga ham veterinar kerak-da. Bu sohada har bitta insonni shu doktorlarimiz deymiz-ku, doktorlar ham har bittasi alohida xirurg bor, anaqasi ixtisoslashtirgan hammasi. Shuni biz ham xuddi shunday ixtisoslashimiz kerak. To'g'ri. Yaxshi, charchamanglar. Omadinglarni bersin, o'qishinglarga omad. Yaxshi o'qinglar. Umidimiz siradan endi. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Sizga ham rahmat.